$1 million ofisi bo'ladi-yu. Bunaqasi ko'rmaganman. Milliarderlarning ofisiga Palisandrdan ishlatadi. Eng qimmat shpollardan bittasi. Qillab ko'rdim. Rostdan yog'ochqida kelyapti. O'zi Brauf'i tarixi qanaqa o'zi? Yuqori darajadagi. Misol uchun Rolls-Royce luxury mashinada, qimmat Bentley'larda ham shpon ishlatiladi. Sir bo'lmasa, necha pul turadi shu apparat? $200,000 stanogim bor edi. Yondi, kuydi. Hozirgi kunda 512 ta odam bitirib chiqib ketdi. Yo'q, shunaqa talab qotdan bo'tki. Agar shu mebel sohasida ham yaxshi katta pul topmaganingizda ham shu sohani qalam qotgan bo'lamdi. Jam bo'lmaganda 1 yilda bitta barmoq ketardi-da. Atirgul daraxtini ko'ryapmiz-ku. Ko'rgan bo'lsa yozib ketinglar. Men birinchi marta eshityapman, ko'rishyaptirsa atirgul daraxt borligini. Aka, men 300 ta ishim bor, bilasizlar, deyapti. Hammasi kommentariyangizga yozadi, deyapti. Negativ yozaveraman dedi. Bir kun ketmang. Savol beraman, otangiz majbur qildimi, o'zingizga qiziqib keldimi? O'zim qiziqib keldim. Bu Pabeditdan qilingan, Turkiyadan kelgan pichoqlar bular. Aka, to'g'risi necha pul ketgan shu paytgacha? O'zingizni ideal versiyangizni yaratdim deysizmi? Top mebel fabrikasi har kuni telefon qiladi. O'quvching bormi deydi. Yo'q deydi. Chunki har bitta odam o'zi o'qityapti. Bu hozir 15 minut bo'ladigan bo'lsa, buni холодный press bo'ladi. Bo'lardi hozir. Buni 8 soatda bitta ishi chiqadi. 1, 2, 3, $2,000 ishlab turibman bolalar mana hozir. Alloh xohlasa 1 minutda oladi, xohlasa 1 minutda beradi. O'zbekistondagi eng katta shpon fabrikasidan biriga keldik. Bravo fabrikasiga. Aka, to'g'risi necha pul ketgan shu paytgacha? Bu yoqda. Aka 500 mingdan oshiqroq pul ketgan. 500 ming. Etap qilganimizda, birinchi kichkina 250 kvadrat joydan boshlaganimizda 12 ming sarmoya qilganmiz. Birinchi sarmoya. Birinchi sarmoyaga keyin Nechinchi yilga to'g'ri kelyapti? 2020-yil. 2020-yil, zo'r. 2000. Keyin etap o'zini pulini o'ziga chiqib ishlatib. Hozir 500 mingdan oshiqroq pul ketgan. Aka, keling oldin nimaga men uyimga oddiy MDF emas, yoki DSP emas, boshqa shpon qildirishim kerak. Nima o'zi u degan savolga javob beraylik. Men shpon ko'raman bu yerda. Aka, bo'ptimi? Bu shpon nimaga qildirishingiz kerak? Odam baribir tabiiy inson tabiiylikka intiladi baribir. Har doim shunaqa. Bu yog'ochchi qatlama. Haqiqiy tabiiy yog'och qatlama. Yog'ochchi kichkina qilib, ana saryodek kesib olgan. Ingichka kesib olingani. Saryodek kesib olganligini hisobiga bu ustida tabiiy faktura. Bu xuddi qor parchasiga o'xshaydi, bir-biri fakturasi bir-biriga takrorlanmaydi. Demak, men hozir sizga mebel zakaz qilsam, o'sha mebel faqat menda bo'ladi. Faqat sizda. U faktura boshqa qaytarilmaydi. Chunki tabiatda bu. Limit, Allohning mo'jizasida bu ham. O'shaning uchun ko'pchilik anaqa. Keyin birinchi tarafi fakturasida, tabiiyligida. Uchinchi zo'n narsasi bor. Bu yerda mana bundoq ushlasangiz, bu qo'lingiz bilan bir xil temperaturada turadi. Tabiat ham dol. Uyga kirganingizdan keyin искусственный tarketlar bo'ladi, mebellar bo'ladi, muzdek bo'ladi. Bu o'ziga muzdek his olmaydi. Demak, tabiiy temperaturani qabul qilib oladi o'ziga-da. Xonani temperaturasi, tanani temperaturasi bilan bir xil bo'lib oladi. Aka, o'shani uchun qilib ko'rdim. Rostdan yog'ochqida kelyapti. Hidi ham bor aka. O'shaning uchun buni faqatgina o'sha o'rta va yuqori klassli insonlar o'ziga oladi. Mana boyvachchalar uyga kirib qolganimda, ana uydan yog'ochqida kelib turadi. Demak, o'ta shpon bor, to'g'rimi o'tda? Shpon bor, massiv bor, toshlar bor. Ular naturalligiga qiziqadi-da. O'zimga qimmat ko'rayotgan texnikalar bor. Nech pul ular o'zi, qanaqa texnikalar bor bu yerda? Ko'ramiz. Qarang, bu bir boshdan boshlaylik. Bu arramiz, bu pilli center deymiz. Bu kesadigan joy. List holatidan olib kirib chiqadi. Bitta odam ishlatyapti. Har bitta detallarni diagonali bilan to'g'ri, mebellaringiz to'g'ri, aniq kesilish uchun javob beradigan stanok. Oldin buni qo'lda kesilardi. Birinchi mebelga shogirdlikka tushgan paytimda arrada kesardik, ruchnari. Hozir bu texnologiya rivojlanib, bezopasnost birinchidan, ikkinchidan точность kesadi va tez kesadi. Demak, tezlik, xavfsizlik va aniqlik. Aniqlikni beradigan stanok. Bu birdaniga 4 ta 5 ta list ham kesish mumkin, imkoniyati bor. Demak, mana usta borganda ham shunomni o'qib tahlil tashirganda qat'i nimaligini. Kimmiz akasi, mana Inter, Westminster filiali, qanaqa pishgan, nima, razmeri qanaqa qattiq, qaysi soatda ishlab chiqarilgan. Agar xatolik bo'lsa, bizda kameralar bor. Kamerada o'sha kungi xatoni ko'ramiz. Kimning xatosi bo'lgan bu xato? O'sha xatoni ustida ishlaymiz. Tizim. Tizim. Dahshat zo'r. O'sha xatoni ustida ishlaymiz. Kim qaysi operator qo'yganini qilamizda, nimaga unaqa xato bo'lib ketganini qilamiz.
Mijozlardan bittasi International West degani bu Westminster Westminster filiali. filiali. Zo'r. Operator gaplashaylik. Nima bu o'zi bu? Mana Yaqinroq ko'rsatgan u odamlarga olgan qizuv bo'ladi bu. mana bu yerda Ha. mana list holatida mana bitta kroy. Qanaqa kesish kerakligi, qanaqa qo'yish kerakligi, hamma razmerlari bor. To'g'rimi? Birinchi reys, ikkinchi reys, uchinchi reys. Bu bitta narsani ikki marta kesmaydi. Har bitta narsada mana bitta printer bor. Xuddi kartinkaga borganingizda bunday yopishtirib beradi. Chek. Nimaga? Ana tizim bo'lganligi uchun. Bu yerda ham xuddi shunaqa o'zinaqasi bor. Keyin har bitta zakazsi marshrutli listi bo'ladi. Misol uchun mana kim qaysi konstruktor chizgan, qaysi filialni anaqasi, qaysi xonaniki, nima materiallardan qilinishi kerak. Mana начальный производство qachon srokka mana qo'y kelganingizda 18-yilda chiqib ketish kerak edi-ku. Aniq hamma narsasi rejada ketadi. Bu yerda har bitta kroylari Gap yo'q. bu bilan solishtiriladi. Sistema bilan bu qog'ozda videoda ketadi. Sir bo'lmasa, nech pul turadi shu apparat? Bu apparat adashmasam 48 ming 50 ming atrofida edi. 50 ming dollarlik. Ha, shunaqa. Voy. Gap. Buni oddiy arra bor. U misol uchun 3000 dollarga ham bor. Lekin u birinchidan mana ko'rayotganimiz mana bu yopiladi, kesayotganda. To'liq xavfsiz bo'ladi. To'liq xavfsiz. Ana biza ertaga misol uchun qo'li kesilib ketishini oldini olamiz. Keyin tezlikni anaqa qilamiz. Shu narsa uchun bu narsa qilingan. Mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsangiz, har bitta anaqalari bor. Bu listni ko'tarib beradi. List ham qirilmaydi, qirilmasdan yuradi, qirilmasdan yuradi. O'zi Brauf'ni tarixi qanaqa o'zi? Nimaga Brauf, nima nom anglatadi bu? O'zi Brauf menda yoshligimdan o'zi tirikchilikda yurganmiz. 10 yoshimizdan mebelni fabrikada ishga borganman, undan keyin savdoga aralashdim. Juda ko'p sohalarda ishlaganman. Asosiy shu biznesga ko'proq hissa qo'shgan juda ko'p ustozlarimiz bor. Shundan biri Baxtiyor aka degan ustozim bor. Ular aytardilar, har bitta kuniga kunlik plan qilasiz ertalar. O'sha kunlik plan qilganingizda har bitta ishingni u paytda sal siyosat ham og'irroq edi. Bismillahirrohmanirrohim deb yozgan. Niyat qilasan, har bismillahdan boshlanadi va u narsa unumliroq bo'ladi ishing, kunlik ishing. Shundan boshlasang, baraka beradi deb o'rgatishgan ustozlarimiz. Zo'r. O'shandan keyin men o'zim bir necha joylarda o'sha deylik boshqaruvchi bo'lib ishlaganman, hisobchi bo'lib ishlaganman, ana перечет qiluvchi har qanaqa lozimlarda sotuvchi bo'lganman, loyiha menejeri ham bo'lganman, har qanaqa ishlaganman-da, CEO ham bo'lib ishlaganman. O'zim biznes chiqib ketayotgan paytimda o'zimga logotip qilishim kerak. O'sha paytda moda edi, urfiy edi. 2010 adashmasam 19-18-yillarda urfiy edi bu. Anaqa qilish, logo qilish endi ommaboplashyapti. Hammani firmalarning ham nomi Mansurov, Eshmatov, Toshmatov deb nomlanardi-da. CP Palonchiyev, CP Pismadonchiyev, mana bu familiyalardan brendlar bo'lardi. Brend bo'lmasdi. Eskicha biznes anaqasida. Biz ham shunaqa brend qilishimiz kerak deganda, nima qilaman deb ko'p o'ylaganman. Shunda g'oya kelganki, har bitta ish ustozlarning gapidan birinchi bismillahirrohmanirrohimdan boshlaylik, BRR degan narsa o'shandan boshlangan. Keyin Abdulaziz o'zim ismim boshqarifi, onamlarning ismi Feruza, Adam rahmatlining ismlari bu Usmon. O'sha konsepsiyada shu 3 ta boshqarib bilan o'sha deydi bismillah boshlanganda qanaqadir bitta so'z paydo bo'lgan. Bu so'zni talaffuzi ham qanaqadir yevropalashganroq so'z paydo bo'lgan. Balki olib chiqsam uyaltirmaydigan so'z. Ertaga o'sha paytda anaqalar bo'lgan edi. Amilovlar bo'lgan payt edi, Kraftverskga o'zgartirishgan. Chunki u eksportda ruslarning sanksiyalar qo'yilgan, ruslar molini olmagan, mana shunaqa problemalar bo'lgan payt edi, taxminan. O'shaqa paytda tashkilot to'xta deganman, men keyin Kraftversk qilishgan, yana Kraftversk qilishgan, mana shunaqa o'zgartirishgan, 3-4 marta rebranding qilishganda, o'sha keyslarni eshitib, keyin men o'sha anaqa ohang ham ertaga niyat qilsak, katta kompaniya ochsak, butun dunyoga olib chiqadigan bo'lsak ham, o'shanga to'g'ri keladigan nom bo'lsin degan maqsadda ham katta maqsadlar bilan, katta niyatlar bilan qilganmiz. Bu aytyapman, endi bu taxminan bir
3-4 yil oldin qo'ygan narsalarda bu. Undan oldin arrada ketsak deyapti masalan. Ha. Qo'l kesilib ketgan bir boshqa Shunaqa bo'ladi. Chunki u yerda bizda bo'lmagan. Aha. Lekin qo'shni sexlarda o'tda bo'lganda biz eshitganmiz barmog'idan ketgan. Bitta bo'lmaganda 1 yilda bitta barmoq ketardi-da. Bu normal holat. Shu narsa hozir to'liq oldi olingan shu. To'liq olingan, xudo xohlasa. Zo'r. Endi buni xohlasa ham qo'lini tiqib kesa olmaydi. Chunki yopiladi u Ha, ana hozir endi bir xil xayol men aytaman-da. Oldin aytardi, qo'lim mana men ketganman, ustaman derdi-da, ustaga kelib bizga ishga kelgan. Sen ustamassan, sen xayolparastsan derdi. Chunki usta aniq o'zini anaqada tonusda turadi, o'zini ushlab turadi, qo'lni kesmaydi. Ustamas odam, xayolparast odam xayolda qiladi, uni kirib ketib qoladi qo'li. Chunki xayolda odam o'zini yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun bizani sohada stanok bilan daskor bilan ishlayotganda bu muhim. Agar avtomatika deyapsiz, Ha? aniqlik bor deyapsiz, kuniga nechta list kesib beradi? Mana qarang. Misol uchun aytaylik, mana ishxonangizda bitta 80 ga 2 metrga 80 lik shkaf bor. Hop. Unga bitta list ketadi. Hop. Bu bitta smenada 8 soat ichida 150 ta list kesa oladi. Bu degani 150 ta shkaf. Bitta 24 soat ichida taxminan 400 tacha shkaf kesa oladi. Ha, oka bildim sizlarni. Eng unikal taklifingizni bildim. Nimaga siz aniq, tiniq deadline'ga vaqtida yetkazib beraman deysiz? Chunki hamma hisob kitob ekanda. Shunaqa, har bitta narsani hisob kitob qilib, o'shaning uchun katta gapira olamiz va o'shaning uchun javob bera olamiz. Inson omilini maksimal kamaytirishga harakat qilganmiz. O'shaning uchun o'sha pullar, ya'ni boya aytganingizdek, fabrikaga ketgan pullar asosiy tizimga, оборудованиеga buni aniq kontrol qila olasiz siz. Shunaqa. Oka, laminatni ko'rdik, endi odamlarning tilida hozir oddiyroq ko'rinishi mumkin. Oddiy mebel ekan. O'zi qiyin detallarni ham qilasizlarmi? Dizaynda masalan berilsa sizga. Hozir moda bo'lyapti, gluti, ya'ni avvalni yana mebellar moda bo'lyapti, trendga chiqyapti. Misol uchun mana ko'raman. Delik mana bu. Mana bu detal orqasiga ko'rayotganimizda mana kesib chiqilgan. Bu misol uchun bundoq qilasiz, xohlagan radiusni shablonda anaqa qiladi. Buka olamiz. Oka, men eshitishim bo'yicha o'zi bu odamlar qo'lda qilganda oylab kutadi bu narsani. Shunaqa. Hozir bu endi mana bu narsani oldimizda arrada qilardik. Bu paytda vaqt ko'p ketardi. Mana mikrongacha ushlab tura olmasdik, ko'rasizmi? Bu yerda 2 mm qoldirganmiz. O'shani hisobiga bemalol bu bukola oladi. Hop, qarang. Oldin men bilaman, juda katta vaqt ketadigan bu narsaga. Hozir bu bitta list qancha kesib beradi? Taxminan yarim soatda bitta listini qiladi. 30 minutda list chiqib ketadi. 30 minutda chiqib ketadi. Bu o'zi ishi liniya menimcha. Ha. Bu ishi liniya, bu ishi, bu rover. Roverda ko'rayotgan bo'lsangiz, oldin nima bo'lardi? O'ymakorlar bo'lardi. Bilsangiz agar. Mana bunaqa stemeskalar o'tirardi-da, o'ynab chakka qilib o'tirardi. Hozir bu o'sha o'ymakorlarning ishini o'ldirgan stanok bo'ladi. Bu robot. Anti ko'rayotganimiz har xil stemeskasi bor o'zini. Istalgan kesib beradi. Ha, xohlaganini oladi. Hozir bitta operatsiyani bajaradi. Buni o'ymakor, gluoyash mumkin. Xohlagan narsani tekst qilish mumkin. Oldin biz nima qilardik? Lob shablon yasab olardik, lobzini kesardik, keyin frizirovka qilardik, keyin shu o'ymakor qilardik. Hozir bu texnologiya bo'lgan, undan bir 15-20 barobar tez qiladi bu. И точность qiladi. Misol uchun tushayotgan tig'i muammo bo'lmas ekanda. Muammoni 98% ga yo'qotadi. Chunki ham bir xil chiqadi hamma narsa. Mana bunaqa bukilayotganda ustalarga ham oson bo'ladi, mijozlarga ham sifatli mahsulot bo'ladi. Shuning uchun bu ustini qo'ygan. Buni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 10 ta pichog'i bor. Very good. Xohlagan tig'ini olib ishlaydi. O'zi oladi avtomatik. O'zi oladi, ha. Buni kimdir qo'ymaydi. Oldin qo'yganda bitta pichoq bilan ikkinchi pichoqning farqi ikki xil bo'lib qoladi. Endi bu biza bu funksiyasini qimmatroq stanokka olganmiz, oldingi stanogimiz bunaqa emasdi. O'zimiz ruchni alishtirardik, qog'oz qo'yardik, uni tekshirib olardik. Baribir inson alishtirganda bu pichoqni. Mikron bo'lsa ham adashadi-da, teshib qo'yishi mumkin, noto'g'ri kesib qo'yishi mumkin. Juda qimmat ko'rinyapti, qimmat apparat o'shlashmi turadi bu? Bu bilmayman 15 ming 20 ming atrofida pul turadi mana. Shunaqa edi. Buncha odamda yo'q. Bu hozir ko'payib ketdi, lekin nisbatan endi hammada yo'q. Ko'pchilikda yo'q. Hozir yangi avlodida bu. Oldingisi ani bitta pichoq alishtirmaydigani ko'pchilikda bor. Pichoq alishtiradiganlar o'sha kam. Mana buni protsessorlar, serverlar, mana operator bo'ladi. Mana bitta qilinadi, to'g'rimi? Bu komanda beradi. Mana ko'rayotganimiz X, Y o'qida har bitta millimetr mikrongacha hisobini oladi. Zadachani bo'ldi, mana bitta berib turadilar. Qanaqa qilish kerakligini.
qanaqa nima qo'yish kerak, nima qo'yish kerak bu yoqdan komanda beradi. Yoz qo'ygan anaqalarga. Mana misol uchun kim javobgar shaxs? Javobgar shaxs kim bu stanokka? Har kuni o'shandan to'g'rilaydi. Xullas o'zimni portretimni bersam tizib beradilar. Bo'ladi. Unaqa ham qilsa bo'ladi. Bu o'sha printerni mebelli variantida bu printerda bundoq hozir любой narsani chizasiz, datchetga xuddi shunaqa narsa. Abdulaziz aka Cybertruck ichida o'tirib, odamlar emotsiyasini ko'rish bir qanaqadir motivatsiya beramizki. Aka menga to'g'risi yoqmadi. Yo'q. Chunki men o'tirmoz maza qilaman. Hamma qaryapti endi. Endi bir tomondan mashina, lekin baribir bu e'tibor brend tanilishi hamda, brend borda. O'sha asosiy marketing uchun ishlayapti-da. Shuncha olgansiz. Marketing uchun ishlayapti. Asosiy maqsad shumidi o'zi? O'sha marketingni anaqa qilish edi. Rivojlantirish edi. U lekin birinchi masala o'zim ham boshqa mashina olaman deb borgan edim. Bunda o'tirganimdan keyin bitta buni ham haydab ko'ring degan anaqa avtosalonda aytishdi. Bitta haydadim. Chunki men o'zi Tesla haydardim undan oldin. Hali ham haydayman uni. O'sha Tesla o'tirganimda menga Tesla yoqadi nimagadir. Minimalizmligi, konsepsiyasi yoqadi, ya'ni noodatiyligi. O'shaning uchun bunga borib bitta o'tirib ko'ring aka dedi. Bitta o'tirib haydadim, bo'ldi. Shu kuni olib ketmadim, lekin bir haftadan keyin xudo xolasa olib ketaman dedim. Olaman dedim. Olaman niyat qildim. Chunki o'tirgandan keyin buni energetikasi, odam o'zini noodatiyligi, o'sha birinchi o'chirtda o'sha anaqasi energetikasi yoqsa, mashina uchun ulovda bu ham. Odamga chunki har kuni shu mashinada u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz, tirikchilik paydan yuramiz. Baribir ham menimcha o'sha. Aka bu nima bu? Qaynoq turibdi? Bu eshikni yasalash jarayoni. Uyingizda mejikomp eshik bor-ku. Uyimdagi eshik shunaqa yasaladi. Shunaqa yasaladi. Endi agar shunaqa texnologiyada yasalgan bo'lsa, bu garantiya beradigan, 5 yil garantiya beradigan eshigimiz. 5 yil eshigim. Nima bor bu yerda mana? Ustida nima buni shpon deysiz? Mana qarang. Birinchi qatlamida reyka bor. Ikkinchisida fanera bor. Mana tushyapti, garajchi prezident. Mana tushyapti. Bu nima qilamiz? Buni sandwich qilib yig'amiz. Wow. Taxminan 100 tonnada 90 gradus issiqlikda bosadi. 90 gradus? Kilaylar yaxshi yopishib olish uchun. Yoki ilk kelgan shu narsani akkuratli tekis joyga quritamiz, qiyshaymasligi uchun panelni qo'yamiz bunaqa. Mana panel. Bu qiyshaymasligi uchun eshik. Mustahkam bo'lib, eng qimmat material qaysi biri bu yerda? Bu yerda hammasi qimmat, lekin eng qimmati ustida shpon. Shpon. Ariq shpon. Hozir mana shu bitta eshik menga mana shu turishi bo'lganlar. Tayyor bitishimi? Mana shu turishi. Bitishi yoki mana shu eshik menga borishi. Bitta uyingizda misol bitta eshik shuna ariq eshik turishi taxminan $400-500 atrofida. $500. $500. Bir, $2000 ushlab turibman bolalar mana hozir. Nimaga? Nima hisobidan qilman? Aka bu hammasi yaxshi imgichka yo'q narsalardan qilinmaydi. Misol uchun rossiyskiy eshiklarni oladigan bo'lsa 2-3 yilda chochilib ketadi. Qichillab qoladi, yaxshi yopilmaydi, egilib qoladi, osilib qoladi. O'shaqa narsalar bo'ladi. Ya'ni bolalar ozgina qattiqroq o'ynasa ham teshilib qoladi. Bu mustahkamligiga javob beramiz. Polniy yevro texnologiya bo'yicha qilinadi. Tabiiy bo'ladi. Laminat emas, hammasi tabiiy faktura. Mana mana bunday ushlasangiz ham o'zi bunday yog'ochcha anaqasini his qilasiz. Ko'rdim, bildim o'sha. Fakturasi zo'r. Bu boshqa o'zi. Alohida texnikada qilinadi bu ham. Shunaqa. Bu garajchi press. Bu tomoni bosim bilan bosadi. Odamni o'zi qilish shart emas. Hammasi avtomatik. Yo'q, unaqa emas. Oldin холодный presslarda qilardik, texnologiya yo'q paytida unda muammolar ko'p bo'lardi. Buni olgandan keyin bo'ldi. Bu o'zi kompyuteri bor orqa tarafda. Bu kompyuterda minutini, sekundini ham qiladi. Misol uchun mana shu narsani 15 minut bosish kerak bo'lsa, 15 minutdan 1 minutdan ko'p bosmaydi, kam ham bosmaydi. O'zi avtomatik tushadi. Misol uchun kimdir qo'yib ketib qoladigan bo'lsa, mana shu shponni kuydirib oladi. Shunaqa narsalar insonga bog'liq narsa bo'lsa, baribir xato ko'proq bo'ladi. Prak ko'p bo'ladi. O'shaning uchun keyin buni o'taga o'tkazmaydi. O'shaning uchun biz shunaqa texnologiyalarni ko'proq ishlatib, mijozlarga sifatliroq, tezroq mahsulotlarni chiqarib berishni anaqa qilamiz. Buni bu hozir 15 minut bo'ladigan bo'lsa, buni холодный press bo'ladi. Bo'lardi oldin. Buni 8 soatda bitta eshik chiqadi. 8 soat. Bu 15 minutda chiqaradi. 15 minut, 8 soat gap yo'q. Juda katta farq-ku. Холодный press, sovuq pressda bosib qo'yadi.
kechqurun bosib ketadi 10-15 ta eshikni ertalab oladi. Shunaqa. Unda bir nechtadir brak chiqqan, o'xshamagan. Ha, yopishmay qoladi, kley surilmay qoladi, mana shunaqa. Ha, bu yerda bitta suriladi. Anaqa qilib hamma narsa nazorati bo'ladi. Shunaqa. Zo'r. Oka deyarli tayyor holatini ko'rdik. O'zi qanaqa tayyorlanadi? Tegidi. Buni qarang. Boshlanish etapini ko'raylik. Mana bunaqa karkas yig'ilib olinadi. Ha, bu karkasi bu. Ha, bu sassan yog'och. Bu beryozani fanerasi. Fanera yog'och. Vertikalni qo'ygan, bunaqa qiyish emasligi. Bu MDF. MDF. Ha, Tataristonning MDF. И orasiga mana bunaqa MDFlar taxlab chiqiladi, mana bunaqa taxlab chiqiladi. Orasida ne pulsa qolmaydi, bo'sh bo'lmaydi, ha, to'la bo'ladi. Mana ana eshikni ko'tarib ko'rdingiz-ku? Ha. O'sha mana buni ham oddiy misol ko'tarib ko'rishimiz og'irda juda ham. Voy. Og'ir. Zo'rg'a ko'tarasiz. Juda og'ir. Ana, ha, bo'ldi, to'la ishda. Eshikni yaxshiligi o'sha bundoq ko'targaningizda bitta kishi ko'tara olishi kerak, og'ir ham bo'lib ketishi kerak emas, yengil ham bo'lib kerak. O'zini to'g'ri 20 kilo, 25 kilo, 15 kilo bilan 25 kilo orasida bo'lishi kerak eshikning. Ha, demak bunisi ham muhim. Ha, muhim. Chunki og'ir bo'lib ketsa ham osilib qoladi. Yengil bo'lib ketsa ham u yengil, anaqa nima deydi? Sifatsiz mahsulot bilan qilingan bo'ladi. Sifatsiz mahsulotlar ichini nima bilan to'ldiriladi? Ana tuxum mana korobkasi bor-ku. Tuxumni korobkasi kardon bilan to'ldiriladi. Kardon. Keyin Mamatga ustiga mana bunaqa narsalar qo'yilmaydi. Keyin mana ko'rayotganimiz 8 tali MDF qo'yilyapti. Buni o'rniga 3 mm li MDF qo'yiladi. 3 mm. A uni oki tayyor bo'lgandan keyin qanaqa qilsa bo'ladi? Yopilgan bo'ladi hammasi, kraskalangan bo'ladi. Eshikni bunday ochib ko'rsa o'zi bilinadi og'irligi. Oddiy odam bo'la oladimi? Oddiy odam bo'la oladimi? Endi oddiy hamma narsani puliga qarab bo'ladi. Misol uchun men endi uyingizga eshik olmoqchi bo'lsangiz, men aytamanki, aka, 400 dollardan tepa eshik oling. 400 dollardan baland eshik olish kerak. Ha. Chunki 400 dollardan arzonga sizga ani 10 yil, 15 yil turib beradigan eshik ola olmaysiz. Ikki bilan o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Eshik qilmasimizdan oldin, o'zimni to'yimdan oldin kanatga eshik olib keltirganman-da, o'sha arzon eshikni qo'ydirganman. 1,5 yil chochilib ketgan. 1,5 bolalar o'ynaydi, ruchkalar qiladi. Keyin yana 2018-yilda o'zim uyimga xuddi shunaqa texnologiyada eshik qo'yganman. Mana hozir haligacha turibdi. 8 yil bo'ldi, haligacha turibdi. 8 yildan beri turibdi, hech narsa qilmagan. Prosta o'zim sinab ko'raman-da har bir narsani. Ha, bu yerda hammasi avtomatikada. Ha, tonnasi bor, kilosi bor, minuti bor, mana 10 minut turish kerak. Har bittasi bosimi, hamma narsasi nastroyka qilib qo'yiladi. Har bitta mahsulotga har xil nastroyka qiladi. Zo'jan, bu eshikga boshqa, shponga boshqa, zo'jan MDF ga boshqa, o'shanga qarab turib minuti qanaqalari ko'p bo'ladi. Zo'r. Sho'tchiklarda-da bu. Endi hozir mana mijozdan oldiga boryapsiz, bir qimmatchi yoki qimmat degan nomni orttirib olmaysizmi orqasidan? O'zim ham mashinada mijozdan oldiga bormayman. Chunki bizda o'zi sotuv bo'limimiz bor, blok bor, CEO'miz bor. Hamma narsamiz Xudoga shukr tizimlashgan. Asosiy men bunaqa mashinada hozir anchadan beri klientlarning oldiga borgan joyim yo'q lekin. U maqsadda olinmagan o'zi. U maqsadda olinmagan. Prosta yani boshida bir esingizda bo'lsa o'tgan yil Otabek akanikida nima bo'lgan, o'zi niyati ketganda o'shanda. Otabek akani kuxnyalarni qo'yayotganimizda bir esingizda bo'lsa Cybertruck qidiruvdik o'shanda. Cybertrucklar olib borsak zo'r bo'lardi degan g'oya kelgan. O'sha bo'yicha mebelni olib boramiz degan ideya kelgan edi. O'sha ideyani orqasida keyin o'sha o'tirdimmi, o'sha ham esim birato'lasi ham o'zini mashina yoqqanligi va keyin ikkinchisi masala o'sha deylik qanaqadir marketing uchun ham instrument bo'ladi, chunki tekin bannerda brendni yopishtirib qo'yib ko'chada yursangiz hamma qaraydi. Hozir hamma qaraydi. 1 yil qarar yoki 6 oy qarar. Hozirgi holatda qaraydi. Bir deganda bir nechta muammoni yechimini topsiz mashinada. Shunaqa bo'lsa kerak, shunaqa bo'lsa kerak. Haftasiga ham mana bunaqa narsalarni o'zim chiqaraman demak. Shunaqa. Biz o'zimiz chiqaramiz. Ishiniki. Eshikni apklatlari, mana obnalichkalari. Qiyin narsa-ku. Endi buni ham har bitta anaqani o'zini tig'i bor, pichog'i bor. Hamma qiladi. Ha, bu xartasi pichoq tiqiladi. Bir 5-6 ta pichoq tiqiladi. Qimmat turadi u. Turkiyadan olib kelinadi bunaqa pichoqlar. Mana har bittasi mana bunaqa tig'lar bor. Voy. Mana ko'rayotganingiz hammasi pichoq. Mana mashinani pichoqlari. Mana misol uchun mana oddiy misol mana ushlab ko'ring bitta. Og'irligidan ko'ryapsiz. Voy. Bu Pabeditdan qilingan, Turkiyadan kelgan pichoqlar bular. Made in Turkiya yozilgan ekan. Ha, mana. Mana ko'rgan. Mana hammasi kesadi shu. Shunaqa. Mashina hammasini bitta pichoqda chiqaradi. Buni oldin ustalar nima qilardi?
bitta qo'lda qilardi. Ha, anaqa stemizga chiqardi, kelgan men bitta pichoq tig'ish uchun bitta yaxlit mana katta pichoq bo'lmasdi. Kichkina pichoqlardan yig'ib chiqardi. 5-6 marta kirgizdi. Hozir bunga mana bitta yaxlit pichoq bilan mana shu og'irligini. Mana ham ushlab ko'ryapman, ashi maza qilib bor, mana bu. Gantelli. Qo'lga ilinyapti, nazrabchasi bor buni. Ha. Ushlashga ham qo'rqmayapman. Shukur kelgan bu anaqa emas. Bu ham o'zimiz ishlatamiz, ham mebelchilarga sotamiz buni. Ha, timdirlik ishlab ham chiqarib berasiz. Ha, havoshyo qilib. Xuddi chuchvara bo'ladi-yu. Tugilgan chuchvara-da bu mebelchilar uchun. Mana obnalishka, eshiklarning cheti, ham koronalari, mana bunaqa koronalar bo'ladi. Ham obklatlari bo'ladi. Mana shulardan yig'ib anaqa qiladi. Qimmat do'st. Qancha turadi bu? Buchi qarang, bu stanok bitta pul turadi. Buni pichoqlari bitta pul turadi. O'zidan qimmat pichoq turadi, Misol bu stanokni adashmasam bir 4 yil, 3 yil oldin olganmiz. O'sha paytda olganimizda 15 mingmi, 14 mingmi shunaqa pulga olganmiz. Islantirida arzimagan pul turar ekan bu. Ha, bu shunaqa. Endi pichog'i? Pichoqlarga mana shuncha pul ketgan. Har bitta pichoq mana bitta pichoqni o'zi, misol mana bu bitta pichoqni o'zi bilmayman bir $8 $9 shunaqa turadi. Qanchada yemiriladi, yo'q ketadi bu? Bu taxminan 50 ming metrda. 50 ming? Har 12 mingda chaqlatish kerak. Har 12 ming metr profil chiqarganimizda chaqlatamiz buni. Keyin bir 10 marta bo'lsa, menimcha 100 ming metrda bitta alishadi. U chaqlashga alohida odam kelsa kerak, chaqlab beradigan. Ha, u chaqlashga beraveramiz. O'zimiz chaqlay olmaymiz buni, chaqlashga jo'natamiz. Zo'r. Mutaxassis. Qizuv tomoni. Bu eng yaxshi qizuv tomoni nima? Bu bilan sochman profilni tiqib olsangiz, hech qanaqa qo'lli, bu ham безопасность bu. Ya xavfsizlik. Misol uchun buni hozir boshqa misol uchun mebelchi ustalar misol uchun bu 13 ming stanok bo'lsa, $500 stanokda ham xuddi shu ish qilishadi. Faqat uni bo'lib qilishadi. Mana bu tani bitta chiqarib oladi, mana bu tani bitta chiqarib oladi, mana bu tani bitta chiqarib oladida, mana bu tig'i ham bir 4-5 ta chiqarishadi. Har bitta izini alohida qiladi. Endi bizada bu bitta kompleksda bitta pichoq qilganmiz. Bu narsani massiviy объемga chiqarish uchun shu texnologiyani olganmiz. Bu yerdan tiqib tursa bo'ldi. Hech qanaqa naladka qiladi, buni nastroykasini to'g'rilaydi. Tiqib tursa bo'ldi. Bunga kuniga misol uchun 3000-5000 metrgacha chiqadi narsa, profil. To'g'ri. Bordir bu 10-15 ming turar. Yengisi 90 ming euro turadi. 90 ming euro. 90 ming euro. Ko'rinishda unaqa o'xshamaydi-ku. Bu shunaqa Yevropaliklar shunaqaki точностьga ishlaydi. Bu mikron, 6 mikronni, 0.6 mikron, yarim santimetrlik, yarim millimetrlik narsani chetiga kley suradi, keyin bir-biriga yopishtirib beradigan narsa. Hozir mana stikini ko'rasiz. Ha, mana chiqyapti mana. Mana ko'rasiz, qayerda stik bor? Topa olasizmi? Yo'q. Lekin ulangan lekin. Ha, lekin ulangan. Ko'rasizmi? Yo'q deb qilib beradi. Stikka bir-biriga ulog'ini yo'q. O'shaning uchun boyani ishinglarda teksturgani turgan ekan. Agar buni boshqa mebelchilar qilganda nima bo'ladi desa, bu yerda ruchnoy qiladi. Lezer pichoqda kesadi, va точно kesa olmaydi. Keyin buni bir-biriga yopishtirgandan keyin skoch qiladi, skoch izi qolib ketadi. Keyin ustiga chiqib ketadi. Bu shponni boylar yaxshi ko'radi buni. Ular sifatni tushunadi. Ustiga chiqib qolganini yegan. Mana mana holatini ko'ring. O'sha paytda o'sha maqsadni oldinga qarab boy aytganingizdek, 10 yildan keyin men mebelchi bo'laman. Shunaqa bo'lgan. Oldindan o'sha reja qilingan ekan. Shunaqa bo'lgan. Biz aytganimizdek, men 10 yoshimdan o'sha mebelni fabrikaga shogird bo'lib borganman. Oyim rahmatli suvaga o'sha paytda shunaqa bo'lardi. Usta shogird narsa bo'lardi. Paytda unaqa ishchi degan narsa bo'lmasdi. Oyligini gaplashmasdan kirilardi ishxonalarga. Yosh bola bo'lganman, bizilib ketmasin, ko'chada aynib ketmasin deb bitta mebelni xonadonda qilinadigan mebelni sexga, xonadonlarda bo'ladi, kichkina sexlar. O'sha yerga mana suvaga bizaga go'shtsanga deb shunaqa shart bilan shogird olinardi. O'sha paytda hozirgacha shu qadriyat qolganmi o'zingizda masalan? Shogird degan, shogird olish, kim bir chiqarish, yoningizga qo'shish. O'zimman usta shogird degan qadriyat qanchalik hozir qolgan? Endi bizda hozir bu narsa qolgan, chunki biz men o'zi aytaman, agar men mebelchi bo'lganimda kim bo'lardim desa, o'zim fitratimga yoqqaniga men o'rgatish yaxshi ko'raman. Menimcha o'sha usta yoki ustoz yoki o'qituvchi bo'lgan bo'lsam kerak degan anaqa ham bo'ldi, bir xayolga keldi. Haqiqatdan biz ham ko'p menda otam yoshligimda o'tib ketganlar-da, Alloh rahmat qilsin. 4 yoshimda otam o'lganlar. Men ko'chada ko'pchilikni ustozi, eng asosiy ustozi otasi bo'ladi.
hammada shunaqa bo'ladi. Menda otam bo'lmaganlar ko'chadan ustoz qidirganman. Ota qidirganman. Ya'ni ota deganda majoziy ma'noda ustozlik qidirganman. Kimdan har bitta narsa olsam, o'zimda gubkaga o'xshab ana qo'yaverardim, o'zimga tortaverardim. Hech kimni ana qilmaganman. Haligacha mana misol uchun men aytaman, menda omadim kelgan, ustozlardan omadim kelgan deyman. Juda ko'p ustozlarimiz har bitta yo'lda, bittasi katta bo'lgan, bittasi kichkina bo'lgan, bittasi ishdan bo'lgan, bittasi sotuvdan bo'lgan, bittasi har qanaqa yetabdi, ishxonada ishlaganmiz. Har bittasi. Biz ham xuddi shu narsani hozirgi kunda bizda shogirdlarimiz bor, atrofimizda o'sha direktorlarimiz, ba'zilar o'zimizdan katta, ba'zilar o'zimizdan kichkina, lekin qo'limizdan kelgancha ulardan olingan ilmlarni o'rgatishga, keyingi pokoleniyaga o'tkazishga harakat qilamiz. Zo'r. Endi o'sha qadriyat tushgan bo'yicha. Ustozni ham birinchi o'chirda qadriyat tushmasa, ustoz anaqa bo'lmaydi. Birinchi o'zini prinsiplari, qadriyatlari to'g'ri kelishi kerak. Har bitta insonning o'zining qadriyati bor. Bir narsani kimdir to'g'ri deb bilsa, kimdir bu narsani noto'g'ri deb biladi. Bu normal holat. Shuning uchun men o'ylaymanki, ustozni ham o'sha guli-guliga tushish kerak deydi-ku. Anaqasiga Shponga o'xshab ikkitalarga bir-biriga tushish kerak. Tushish kerak, tushmasa bilimga ketish kerak. tushmasa bo'lmas ekan. Ha, zo'r. Mana mana bitta aslida mana bitta stiki bor, mana bitta stiki bor, lekin yo'q deb turibdi, ko'rasizmi? Sal qarasangiz xuddi mana tuzuklarga o'xshaydi, lekin O'sha yog'ochcha bir-biriga ulangan. Lekin bu yerda biz peripati yo'q, nimadir yo'q mana. Tayyor mana dub, bu dub yog'och. Mana bu dub, yasin yog'och. Mana arif, yong'oq. Ko'rasiz, jigarrang bo'ladi. Mana bu hozir trendda bu. Ha, bu trendda. Ha, hozir minimalizmni eng anaqasi shu. Apple rangidan ekan. Apple rangini. Apple'ga shu rang ishlatiladi. Apple'da 5 pon ishlatadi. Ha, Apple 100% showroomlarda shpon bo'ladi. Chunki premium mahsulotlarda butiklarda 500 lik gostinitsalarda, 600 lik gostinitsalarda faqat shpondan boshqa narsa mumkin emas. Ha, demak, shpon ishlatildi, bu bilsa bo'ladi, o'sha yuqori darajadagi. Misol uchun Rolls-Royce mashinada, qimmat Bentleylarda ham shpon ishlatiladi. Yog'och ishlatilmaydi. Nimaga yog'och ishlatilmaydi? Yog'och yorilishi mumkin. Ha, bu yorilmaydi, o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. Yillar davomida. Gap yo'q. Ikkinchi, ekologiyaga ham zarar emas. Yog'ochchi, misol uchun mana bitta g'o'l, misol bitta daraxtdan o'rtacha hisobda yog'ochda spalniy qilinadigan bo'lsa, bitta yog'ochdan bitta spalniy mebel yasaladigan bo'lsa, bundan 40 ta spalniy mebel yasaladi. Ha, yo'q. Chunki bu ko'rasiz, ingichka kesilganlik hisobiga, bu yerda ekonomika bor. Qolgan MDFlar surishkalari u asabkadan qilinadi. MDF, qirindilardan yasaladi, musurdan yasaladi. Shunaqa. Zo'r. Nima qolib ketdi? Yana buni kley suradi, bosadi, chiqib ketadi. Mana bitta avraslar. Mana bu palisandr yog'och. Bu ham tabiiy. Bu ham tabiiy. Mana bu qizil yog'och. Har bitta narsani o'zini anaqasi bor. Men ajoyib ekan, mebel qilsa. Faktura, ranglari ajoyib ekan. Bu anaqaga leonga o'xshab turadi, sherga o'xshab turadi. Sher anaqalari bor-ku. Qatli qilinadi asosan. Palisandr Afrika. Bu $1 million ofisi bo'ladi-yu. Men bunaqasi ko'rmaganman. Milliarderlarning ofisiga palisandrdan ishlatadi. Eng qimmat shponlardan bittasi. Kim ishlatgan aka bizda buni? Men ayta olmayman. Buni aytolmaydigan odamlar ishlatadi. Ha, lekin ko'rgansiz, ko'rgansiz. Ha, qilib berganimiz ham bor. Mana bu qizil mana. Qizil yog'och bu. Bu tabiiy yog'och bu. Ko'rasizmi? Perlamotor beryapti. Yaltilashini qarang buni. Buchi mana shponni bilgan odam Allohning mo'jizasi bor-ku, mana shu yerda shundoq tabiatiga bor-ku. Tabiatda bu. Wow. Buni laminatlar bor-ku, laminat iskussiz, shunga qarab turib ko'p pes qilishadi, lekin baribir o'xshata olmaydi. Bak, men aniq menimcha uyimga qilaman aka bundan. Shunaqa. Mana. Va, men vashshe dahshat ekan. Bu atirgul. Gul. Atirgul bor, atirgul daraxti anaqasi. Atirgul daraxti bormi? Ha, atirgulli daraxti bor, daraxtini shponi. Atirgul daraxtini ko'ryapmiz-ku. Ko'rgan bo'lsak yozib ketinglar. Men birinchi marta eshityapman, ko'rishyaptirsa atirgul daraxt borligini. Oga hamma yog'och lekin men hech qayerdan avtomatik suv sepadigan joylarni ko'rmayapman. Nima qilinadi o'zi? Yong'in chiqadigan bo'lsa. Aka, bu yerda mana o'zimizning anaqa shitlarimiz bor. Shlankani ulab turib, har bitta agnishutillar bor. Har bitta xodimga TB xoni bor. Texnika bezopasnost bo'yicha, pожарный bezopasnost bo'yicha bitta xodim bor, mas'ul xodim. Har kuni ish boshlanishidan oldin ularga instruktaj o'tadi. Mana bunaqa joylarda, mana ko'rasiz rasmlar. Hamma yo'lga yopishtirib tashlaganmiz. Bu bizning sohamizda bu juda opasniy. Keyin datchiklar bor. Datchiklarni ko'ryapman. Tepada hamma yoqda bitta datchiklar bor.
bu datchiklar tutun chiqishi bilan pajarni keladi, pajarni yaqinda. Ha, Kelib, o'chirishga harakat qiladi. Birinchi anaqani xodimlarning o'zi qorovullar qiladi. o'ylab qo'yilgan. Bu narsa hamma datchiklarning anaqasi qorovulxonada turadi. Zo'r, o'ylangan. Qorovulxona har kuni kechqurun. Zo'r. Hozir agar mebel bilan juda uzoq maqsadlarni bog'langan bo'lsiz. Agar shu mebel sohasida ham yaxshi katta pul topmaganingizda ham shu sohani qalam qotgan bo'lardingiz? Oka, men to'g'risi shu paytgacha mebel qilgan bo'lsam, men hamma topgan pulimni asosiy katta kapitalimni ishimga tiqqanman. O'zingizni rivojlantirishga. Chunki yo ilmga yoki ishga tiqqanman. Qanaqadir nima deydi, shahar chekkasidan bitta qanaqadir uchastka qilib qo'ygan joyim yo'q. Mana misol uchun domda turaman. Kvartirada turaman. Yoki misol uchun nimadirlar qilgan joyim yo'q. Endi asosiy topgan pulimni 10% ni o'zim ishlatishim mumkin. Qolgan 90% ni bu yilgi planimizni ham, rejamizni ham agar 100% lik planga rejaga qilsak, 5% pulni o'zimga olar ekanman. O'sha dividenddan agar shu planimizga kelsa 5% pul o'zimga, qolgan 95% ga hali topmagan pulimizga rejamiz bor. Reinvestitsiyamiz bor-da, o'sha chunki men o'zim ishlata olmayman. O'sha ishlasam, o'sha moliyachilardan yoki misol uchun o'sha komandadan so'rab turib ishlataman. Shu, agar 100% planga chiqsak, chiqmasak, u 2%, 3% bo'lib ketaveradi. Kamayib ketaveradi-da. Endi aytmoqchiman, hali topmagan pulimizga reja qildikmi, значит men jarayondan maza qilaman. Pul topishdan emas. Pul topishdan endi resurs siz o'zingizni rivojlantirishga, maqsadlarga erishishga. Maqsadlarga erishishga qanaqadir bitta yo'li bo'lishi mumkin yoki misol uchun qanaqadir yonilg'i bo'lishi mumkinmi? Lekin o'sha zamondan, trenddan yoki misol uchun o'sha jamiyatdan orqada qolmaslik instrument bo'lishi mumkin. Bu narsani ko'proq biz kasbim bitta loyihani bitiramiz, shu loyihadan maza qilamiz-da. Okey, laminat to'g'risida gaplashdik, ishingni ko'rsatdingiz, mayda dizaynlarni ko'rsatdingiz. O'zi eng ko'p nima mahsulot chiqadi bu yerda? Bizda asosiy proyektlar bilan ishlaymiz. Aha. Har xil o'quv markazlari, Hop, kafelar, restoranlar, zo'r. individualniy apshikalar bilan tayyor yasab bo'lmaydigan narsani, tayyor sotib olib bo'lmaydigan narsani hammasini ishlab chiqaramiz. Ha, demak tayyor narsa emas, odamning miyasi nima bo'lsa, proyekt, fikri bo'lsa, xayolida asosiy tashkilotlar bilan ishlaymiz. Misol uchun kongress xollari bilan ishlaymiz. Misol o'quv markazlari, universitetlar, shunga o'xshagan klinikalar narsani qilib berar ekansiz-da. Qiyin qilish qiyin bo'lgan. Tayyor sotib olib bo'lmaydi bozorda. Eng ko'p nima shu mana mahsulotlar orasida? Eng ko'p panel bor, stenovoy panellar bor. Panellar, zo'r. Shpanirniy panellar bor. Eshiklar bor. Zo'r. Har xil nostandartniy support, amfiteatr, mana shunga o'xshagan narsalar bor. Hozir trendga chiqayotgan narsalar. O'shalardan ko'p qilamiz. Restoranda, mehki, hamma narsasini qilamiz. Biz uzoq muddatda ishlaymiz, tarmoqli bizneslar bilan. Biz hozir Benissimo bilan ishlayapmiz. Misol uchun Pedaplan ishlayapmiz. Oqtepalavach bilan hozir переговор qilyapmiz. Keyin International School, Cambridge bilan ishlayapmiz. Jahon School bilan qilib berasam, polni proyektini esdan chiqaradi. Miyasida mani zadacham shunaqaki, mebelda nima bo'lsa, proyekti bo'lsa, dizayn proyekti bo'lsa, bo'ldi. O'sha narsasini birga bir qilib bera olamiz. Ham qilib berasiz, ham uni servisini ham ko'rsatasiz. Keyin o'sha biza topshirib tushib ketganimizdan keyin biza servisniy komandamiz bor. O'zingizniki. U qabul qilib oladi. Keyin nimadir bo'lib qolsa, mana bu filialda mana bunaqa narsa bo'ldi. Mana bu filialda mana bunaqa nimadir mebeldan ishib ketdi, toshib ketdi suv. Har qanaqa holatlar bo'ladi-yu. Misol uchun ushlab turadi o'shani. O'sha narsani ham ushlab turamiz. To'g'irlab joyida hal qilib. Misol 72 soat ichida jo'natamiz. Uzog'i bilan agar viloyatda bo'lib qolsa bog'li 72 soat borib shu muammosini hal qilib beradi. Biznesda aloqa qancha uncha odamda yo'q bunaqa servisda? Men bilmaymiz endi, lekin menimcha yo'q. Oqtepa, Benissimo, International ishlayotgan qaraganda uncha odam bermaydi. Katta brendlar nima qiladi? Ular sizni servisingiz zo'r bo'lishi kerak. Faqatgina mahsulotingiz sifati yoki arzon bo'lishini xohlamaydi. Ular 24 ga 7 bilan ishlash kerak. Masalan, oddiy misol, mana International School. Kech filialni yopib turib remont qila olmaydi. Har 5 yilda anaqa qiladi. Biz nima qilganmiz ularga? Mana kechqurunga, mana bugun kechqurunga bolalar chiqib ketadi. Hamma o'quvchilar ketgandan keyin bitta xonani remont qilib, bir haftada bitta xonani remont qilib chiqib ketamiz. Demak, biznes yopilib turish shart emas. Yopilib turish shart emas. Kechqurun mana bizda hamma uxlayotgan paytda bizning bolalar ishlaydi o'tdi. Biznes ishlayotgan payt siz ishlaysizda. Shunaqa. Zo'r aka. Chunki ular bitta filialini 500 kvadrat, 1000 kvadrat joyini yopib, arendasini to'laganda qimmatga tushib ketadi. Biz unga yaxshi taklif beramiz.
kechqurungi smenaga bolalar qo'yamiz. Bir haftada bitta xona, 10 ta xonasi bo'lsa, 10 haftada polniy bitta filialni yangilatib chiqib ketamiz. Buncha odam bergan taklif berganlar bitta. Shunaqa, gostinitsalarga, o'quv markazlariga bu zo'r narsa. Gap yo'q. Mana bu shuni qayerga ketyapti hozir? Hozir Mashrutin listi bor. Cambridge. Cambridge partalariga. O'quv markaziga. O'quv markaziga ketyapti. Yangi filiali anaqada ochilyapti. Maxim Gorkida yangi filial ochilyapti, o'sha yerga ketyapti. Gap yo'q. Bu hammasi pugovka qilib, tayyor qilib, tekshirib o'tilgan. Obyektga olib boradi, obyektdan yana tekshirib qabul qilib olishadi, keyin yopishtirishni boshlashadi devorlarga. Hamma yoq tekshir. Tekshirdi, chunki har bitta joyda har bitta kim, mana kimimiz akasi qachon qildi, kim yasadi, qayerda nima qildi, hamma narsasi mana bitta yoziladi pugovkani chetida. Bu mas'uliyatni haqida kelyapti, katta. Klient oldida qirilgan, chizilgan hammasi u xohlagandek kutgandek borish kerak ekanda. Endi kutmagandek borsa biz klient yo'qotamiz-da aka. Chunki bizani klientlar nozik klientlar, doimiy klientlar, katta klientlar, ularning kaprizi ham kuchli bo'ladi. Ular deb aytganingizdek, menga topshirgan hammasi o'ylovini topshirgan. Shunaqa aka, men misol ana kuni bittasi aytayapti mana. Mana anaqa qilyapmiz-ku, mediaga chiqqan shaxsiy bilan. 2 karra bizning mas'uliyatimiz oshyapti-da. Nimaga? Ana kuni bitta klientim aytayapti. Men bilasizlar deyapti. Samarqandga yetib borish kerak bitta detal. Aka domma ertasi kuni jo'natib yuboraman reys bilan, bolalar bo'shasin nomma. U aytayapti, aka men 300 ta ishim bor, bilasizlar deyapti. Hammasi kommentariyangizga yozadi deyapti. Negativ yozib yuboraman dedi. Bir kun ketmang, tushunasizmi? Klientlarga bu qo'yibdi, menga mas'uliyat bor. Bo'pti dedim, ertasi kuni Bondotdan keyin chiqarib yubordim bolani, soat 11 da daklat qildi, bo'ldi yetib bordi. Xuddi shunaqa, ham bu narsa mas'uliyat toshiryapti. Chunki har bitta narsadagi xato o'tib ketadigan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri bravo bo'lsa, menga minusda. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. Bu sohada hech hozir esingizda bormi yo yuqorida bo'ldim, oldin bo'lgan hech bir aldab ketishganmisiz? Mijozmi, qo'lingizdagi odammi? Endi bizda bu narsa tadbirkorda ko'p bo'ladi. Doimiy bo'ladi. Har kuni stressda. Birindan biriga yuringiz tegan, esingizda qolib ketgan. Oke, yeb qo'yganimiz bo'lgan, tushganimiz bo'lgan. Har qanaqa holat bo'ladi. Misol uchun xodimlardan ko'plik yeyadi yoki misol uchun aytadi, anaqani chumchuqdan qo'rqqan arpa ekmaydi deydi-ku. O'sha tadbirkorlikda ham shunaqa narsa bor ekan, immunitet shakllanar ekanda. Bora-bora bu narsaga stressga immunitet shaklallanar ekan. Kulib yuraverasiz-da. Ichingizda nima o'tayotganini hech kim bilmaydi. Hamma oson deb o'ylaydi. Voy zo'rlayapti deydi. Lekin aslida hamma, men 100% bilaman. Hamma tadbirkorlar ham, men ya'ni nomi chiqqan, dong'ir ketgan tadbirkorlar ham ichida nima o'tayotganini o'zi biladi. Tashqarisiga ko'rsatmaydi, chunki ularda immunitet shakllangan shunga. Mana bir kun bo'ladi, bir kun bo'lmaydi. Bir 6 oy yaxshi pul topishingiz mumkin, 6 oy вообще qarz qilib ketishingiz mumkin. Bu otashda, bu olov otash deydi, nima deydi? Bir bo'ladi, bir bo'lmaydi, bir yaxshi ketadi, bir sinov keladi, yoki bitta komanda alishadi, yoki transformatsiya qilasiz. Har qanaqa jarayonlar bo'ladi. Bu narsaga menimcha hammada ham shu immunitet shakllanib, stressga ustuvchi bo'lib, e'tibor bermaslar, chunki самое главныйsi sog'liq. Misol uchun odam o'zini aytadi-yu, o'zini topib olish kerak deydi-ku, o'zingizni topib olasiz, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashasiz. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Ustozlardan ham ko'p anaqa qilganmiz, o'rganganmiz. Bunga yetib keldi-siz? Yetib keldi. Sog'liqni o'ylash kerakligi, sog'liqni o'tib ketdi. Bugun bo'ladigan narsa. Qayerga keldik? Bravo akademiyasiga keldik. O'quv markazi. Shunaqa. Zo'r, bravo men dars ham berdim. Nima o'rgatasiz bu yerda? Bu yerda mebelchilarni konstruktor degan lavozimi bor. Hozir asosiy hamma mebelli fabrikalarni hozirgi kunda yuragi desa ham bo'ladi bu kasbda. U har bittasi boy ko'rsangiz stanoklarni. Hammasiga komanda berib, o'shalarga zadacha beradigan odam. O'sha boy kompyuterda o'tiradigan. Kompyuterda o'tiradigan, o'sha stanoklarni boshqaradigan, fabrikani boshqaradigan. Demak, u mebelchi emas, qo'lda qiladi. Ofisda o'tirib, kofe ichib, chiroyli qilib ishlaydigan bola. Bo'ldi. Qancha bo'ldi ochilgan? 1 yildan ozgina oshdi. Nechta odam o'qitdingiz 1 yilda? Hozirgi kunda 512 ta odam bitirib chiqib ketdi. Yo'q, shunaqa talab qotdan bu-ku. Biz birinchi o'z og'riqdan boshlangan. O'zimiz qiynalganmiz. Chunki Yevropada yoki Turkiyaga borganimizda asosiy mebelli fabrikalarni odamlar emas, o'sha deylik, konstruktorlar kompyuterda boshqarayotgan ekan. Keyin o'sha yerdan o'rganganmiz, keyin O'zbekistonga kelib qaraganimizda hamma samochka o'rganganlar, lekin 6000 ta mebelchi bo'lsa, 200 ta mutaxassis bo'lgan. Hozir biz 1 yil ichida 512 ta mutaxassis chiqardik. Hozir mana hozir o'zida ham dars bo'lyapti. 60 ta 70 ta odam o'qityapti. Bir vaqtda o'qiydi. Bir vaqtda o'zi 60 ta 70 ta odam cherizdan o'qiydi.
bir kun amaliy, bir kun nazariy. Demak, o'zingizga kerak bo'lgan unaqa odam. O'zim Qatta kerak topishni bilmagansiz. Qattamot topishni bilmaganmiz. Keyin kichkina bitta podvolda boshladik. Boshlab ko'rdikda, давайте o'tib ko'raylik, bitta xona qildikda, 15 kishi qilib turib, 3 oylik ham potokimiz yig'ildi birinchi oyda. Chunki talab katta bo'lgan. Keyin uni takomillashtirib borib, mana hozirgi kunga 512 ta odam sertifikat olib, mebelni fabrikalarda ishlab kelishyapti. Mana o'tgan 350 ta bo'lganda anaqa statistikani ko'tardik. 93% odam rozi kursdan o'qiganda. 93% tavsiya qiladi, o'qishni. Tavsiya qiladi. Bizda tavsiya ham 40% har oyda yig'iladigan o'quvchilar nechtasi qayta sotuv? 20 tasi bo'lsa, bu 30%, 60 tadan 30% sarafanka, qayta sotuv bo'ladi. Litdan bo'lmaydi. Bir yil o'zida taxminan 30% sarafanka zo'r-ku. Shunaqa bo'ldi. Hozirgi kunda. Bu shunda o'zingiz konkurentni chiqarib qo'ymaysizlar? Endi aka, bu bizda missiya. Sanoatni rivojlantirish. Biz o'zimizlarni qanaqa hissa qilayotganimizni hozir konkurent bo'lgan taqdirda ham biz ochiqchasiga o'rgatamiz. Chunki biz mebel sohasiga kirib kelgan paytimizda bizga katta mebel fabrika o'rgatmagan. Travma bo'lganda. Travma bor. Travma bor, o'rgatmagan, boramiz, aka, apelka tashishgacha ham qilaman shu ishni. Menga o'rgating sistemangizni. Ular Italiyadan o'rganib kelishgan, o'tdan o'rganib kelishgan, yo'q deyishgan. O'shandan keyin endi biz buni qilmaymiz degan narsa bo'lgan. Biz ochiqchasiga boya bularni o'qish, bu yerda o'qitamiz, olib borib fabrikada ko'rsatamiz. Bugun yengillik topsak ham bularga programmani o'zgartiramiz deb shu yengillikni tadbiq qilamiz. Zo'r, o'qiyotgan odamlarki, masalan, men hozir o'rganmoqchi bo'lsam, konstruksiyani kelib o'qiy olamanmi yo mebelchi bo'lishim kerakmi o'rgan qilib? Endi asosiy mebelchilar, hozir fokusimiz mebelchilarga. Ya'ni mebel fabrikada ishlayotgan odamlar. Lekin hozir O'zbekiston bizda emas. Hozir bayroqlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston gap yo'q lekin. Hammasi. 50% o'quvchimiz, 40%, 50% o'quvchimiz qo'shni davlatlardan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, voy, mana shu gap. Turkmanistondan ham kelishyapti. Demak, o'tda ham yo'q bunaqa o'qituvchi. O'tda ham yo'q. Biz endi O'rta Osiyoda bitta o'qib qoldik. Hozirgi kunda shunaqa. Eng ko'p maktabni o'rgatadigan. Biznesdan, oke. O'sha muammodan, og'riqdan, muammodan. U shpon biznesimizdan muammodan kelib chiqqan. O'zimiz qiynalganmiz. Shuni biznes qilganmiz. Botti akademiya biznesimiz ham biz xohlab qilmaganmiz uni. Pul topamiz deb qilmaganmiz. Просто jamiyatda foydamiz keltiraylik, sanoat rivojlansin. Oddiy misol, mana shu konstruktorni o'qib ketdingizmi? Bir oy o'qib ketganingizdan keyin bor Yevropada ishlasangiz ham siz ani qora ishchi bo'lib changda ishlamaysiz. Va aniq bor 6 ming $7 ming oyligingiz bor Yevropaning o'zida. 3 ming emasda 7 ming bo'ladi. Necha oy o'qish? Bir oy individualniy o'qish, intensivniy o'qish, har kuni o'qish. Har kuni bir oy. Zo'r. Tinmasdan. Demak, anu ko'p vaqt kelmas ekanda, kelib tinmasdan o'qib, ish to'xtatib turib bir oyga. Bo'ldi, mutaxassis bo'lib borar ekan. Mutaxassis bo'lib boradi. Keyin yana bir oyda yana o'zi shu narsani qaytarib takomillashtirsa, 3 oyda professionallik bo'ladi. Zo'r, qarang, men deylik mebel korxonada ishlayapman. Zo'r ishchi emasman, lekin keldim, o'qidim bir oydan keyin. Bir oydan keyin borib necha pul oylik topa olaman? Qanaqa mashina ola olaman ko'pligiga? Mashinani bilmayman-ku, lekin bu yerda chiqib ketganingizdan keyin уже $800, $1000 dan garantiyali oylik bor. O'zimizga ham katta mebelli fabrikalar, bizda ham taniqli bo'lgan top mebelli fabrikalar har kuni telefon qiladi. O'quvching bormi deydi. Yo'q deyman, chunki har bitta odam o'zi o'qityapti. O'zi o'qityapti. Xodimini olib bu yoqqa jo'natib o'qityapti. Ya'ni kechagina bolalar viloyatlarga borishdi. Viloyatlarga borishganda uslugalarda mebelli fabrikalar har bitta mebelli fabrikada bizning o'quvchimiz bor. Har bitta mebelli fabrikaga kiryapti, kutib olishyapti. Mana o'qituvchilarimiz bilan direktorimiz bordi. Xursand bo'ladi ular. Chunki biz bu narsani konkretdan xolis o'qitamiz, fokus hech qanaqa manfaatdan nimadir olamiz, nimadir qilamiz emas. Konkretdan biz o'zimiz olgan ilmimizni bularga ham beramiz va shuning orqasidan sanoat rivojlanadi. Buning orqasidan ham servis qilsa bo'lar ekan. Bu sohani o'rganmoqchi bo'layotgan odamlarni olib, kelib tekinga o'qitib, shu boy katta biznesmenlarga siz ularga bersangiz bo'ladi. Hozir shunaqa proyektimiz bor. Keyin chet elga ketkazayotgan anaqalar bor, migratsiya bor. Migratsiyaga ketayotganlar bilan ham shartnoma tuzamiz. Migratsiya qanaqadir Italiyada mebelli fabrika bo'lsa, bu yerdan o'qitib, ularni standart bo'yicha o'qitib beramiz va o'tga jo'natadigan bo'lsak, $3 ming oladigan odam o'sha 7 ming borib u yerdan oladi. Chunki bu yerda fizik ishlamaydi, o'sha miyasini ishlatib ishlaydi. Bunaqa mutaxassis Yevropada ham kam, Rossiyada ham kam, hamma yoqda yetish mumkin. Endi qarang, hozir biz gapiramiz, bizdan eshitayotgan odam o'zini o'qishni maqtaydi, boshqa qiladi. Bitta real o'qiyotgan odam chaqirib bir fikr olaylik. Bo'ladi. Shunaqa holat ham bo'ldi. Bir kun kechqurun endi bizda har qanday holat bo'ladi. Yangi bitta liniya qo'ydim. Yaxshigina mana hozir bo'lgan fabrikani katta summaga qildim. Ertalab bitib turibman-da,
bizda ko'rayotganimiz prom-zona, ya'ni ichidamiz. Hamma yoq bir xil qurilgan, oynali, anaqali qilib, o'sha turklar qurgan, standart bo'yicha qurilganda hamma yoq bir xil. Bir kun 2 yil oldin bo'layotgan narsa. Shuni telefonimni ertalab soat 5 da turdimda, bitta qarayapman. Telefonimga bitta bolam ishchim ishxonani gruppasiga anaqa tashlagan. Video tashlagan. Video qanaqa bo'lgan? O, sex yonyapti degan anaqa bo'lyapti. Xuddi shunaqa sex yonyapti degan, men bitta qaradimda bo'ldi, qo'ydim. O'zim bosib oldim. Ozgina isyon qilamiz birinchi, baribir. 2 minut isyon qildim. Borib yuz qo'limni yuvdim. Qabul qildim. O'shani bo'ldi. Men dedim taxminan $200,000 stanogim bor edi. Yondi, kuydi. Mayli endi qabul qil, nima qilaman endi bu yoqqa kelsam, bo'ldi, bundan bu yoqqa bu narsani qabul qilaman, dash davom etaman. Hozir men shuni siqilmayman, asabimni buzmayman. Hammasi o'zimga zarar, siqilishim bor. O'zim 3 minutda o'zim ushlab oldim. Taslim bo'ldim, taslim bo'ldim. Alloh sinov ekan dedim. Nimaga unaqa qildim dedim. Birinchi isyon qilib ko'rdim. Nimaga unaqa bo'ldi, nimaga bo'ldi degan isyon qildim. Keyin o'sha tushundim, 2 minutda o'zim bosib oldim. Hammada shunaqa bo'ladi. Keyin qabul qildim bu narsani. Mayli, yaxshilikka dedim. Hozir nima qiladi? Ssenariy tuzishni boshladim miyamda. Stressga yechayotganingizda, aytayotganingizda. Keyin miyamda ssenariy tuzishni boshladim-da. Men hozir srochniy hozir bitta bilet olaman, chiqib ketaman. Ko'rmayman shu yongan seximni ham, chunki men uchun juda qadrli narsa-da, u aziz narsa, misqonlab yig'gan narsam. Kerak bo'lsa boraman, o'sha kvartiramni, unimni sotaman, de ukamga aytaman, sotadi. Yangi stanoklarni qo'yib qo'yadi. Bo'ldi, shu bilan men bu holatda keyin hamma narsa 2 oy ichida yaxshi qilib qo'ygandan keyin yana noldan boshlab yana qilib keta olaman degan narsani qabul qildim-da. Okey, shu narsani 5 minut ichida shunday qabul qilib, bitta telefonga qarab olmanda, meni sexim emas-da, qo'shnimning sexi bo'lib chiqyapti-da. Okey, bo'ldi, men ssenariy tuzildi, nima qilish kerak bo'ldi, hozir bilet olishim kerak bo'ldi. Hammasini 5 minut ichida 2 minut isyon qilgan bo'lsam, 3 minut qabul qildim bu narsani. Alloh olib qo'ydi. 1 minut aytadi, o'shanda anaqa qilganman, amin bo'lganman. Alloh xolasa 1 minutda oladi, xolasa 1 minutda beradi. Shunaqa. Jonson o'sha paytda o'sha 2 minutda oldi, 3 minutda berdi degan narsa, xulosam qildim-da, xuddi shunaqa qo'shnimni sexi yonganda. Qo'shnim o'shandan keyin shu 100 minglarga tushdi, taxminan. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Zo'r. Shunga o'xshagan stressli holatlar. Bunaqada agar ichingizga olib, yuragingizni qilib, o'zingizni bir xil nima deydi, stressga tushib qilib, sog'lig'iga, lekin o'sha maqsadingizga yeta oladigan, maqsadingizga yeta olmay qolasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sen kamchilik deyaptim. O'quv jarayoni xalaqit qilmadik, menimcha. Fikr so'raylik o'zlaridan. Assalomu alaykum aka. Nima o'rganyapsizlar bu yerda o'zi? Nima uchun keldinglar? Shu mebelli stanoylarni tiliga o'rgatib ko'rsatish uchun bazis programmasini o'rganishga keldik. Qaysi viloyatdan keldingiz? Samarqand viloyat, Kattaqo'rg'on shaharidan. Demak, Samarqandda yo'q bunaqa o'qish. Izlab ko'rganim ham yo'q, lekin shu qanday internetdan Browf chiqdi, shu Browfga keldim. Ustozimiz juda tajribali ekan. Juda kuchli o'rgatyaptilar. Bu sohani hozir mana shu o'qib, 1 oyda o'qib, borib to'g'ridan-to'g'ri ishga keta olganda o'ylaysizmi? Shunday. Mebel sohasida 20 yillik staj bor. Endi bu chizmalar, programmani o'rganyapmiz-da. 20 yil staj bilan kelib o'qiyapsiz. Shunday. O'zingizga buni ravo ko'ra olyapsiz-da. Shunday. Endi hozir stanoylar o'zgarib, shu endi oldinga kelajakka shu nima deydi? Majburiyat bo'lyapti-da, o'rganish kerak-da. Ha, shunday, rivojlanish kerak. Nima muammolaringizni yechimini topyapsiz bu yerda? O'zingizni mana mebel ish jarayonini tezlashtirish. Ana uni endi qanday aytsam, xatoliklarni nolga tushirish. Maqsad shu bo'lgan. Ha, sifat, tezlik, aniqlik, hammasi xayolda chizmaysiz, bunga chizib berasiz, o'sha bu birdan hisobini chiqarib beradi sizga. Boy bundan fabrikada ko'rgan narsamizni o'sha shunaqa to'g'ridan o'rganishgan ekan. Kimni tavsiyasidan keldi? Otam tavsiyasi bo'yicha, mebel bo'yicha. Otangizda kim? Otam o'sha ishi bo'yicha ishlaydi. Demak, siz fabrikada ishlaganmisiz yo endi hozir ishga kirasizmi? Endi ishga kiraman-da. To'liq o'rganmoqchiman mebelni. O'sha aytasiz, fabrikada ishlamagan odam bor ekan-ku. Masalan, endi klient oldiga borganda ko'rsatmoqchiman-da, qanaqa ishlar qilyapsiz, qanaqa mebel chiqara olamiz deb ko'rsatmoqchiman. Bitta savol beraman. Otangiz majbur qildimi, o'zingizga qiziqib keldimi? O'zim qiziqib keldim. Chunki mebelga qiziqishim bor-da, yasashga, naqalay qiziqishim bor, shuning uchun keldim.
O'ta kasb olib ketayotganlar ham bor ekanda. Gap yo'q ekan. Katta rahmat. Omad. Aka rahmat akalar, charchamaylar, sog' bo'linglar. Ismingiz nima sizni? Mansurjon aka, qayerdan keldingiz? Mansurjon aka, salom alaykum. Aka tushimsiz. Naqas. 2 kun bo'libdi dars boshlaganingizga. Qayerdan keldingiz? Chimkentdan. Chimkentdan keldingiz. Nima orqali, kim tavsiyasi bilan yo o'zingiz ko'ribmi? O'zimiz izlansak topdik, mana keldik. Nima og'riq bilan keldingiz Mansurjon aka? O'sha mebelchikmiz. Biz masalan burungi eski metod bilan ishlab kelganmiz. Shuni endi yangilash. Shu malayda yangicha uslublar bilan shu ishlash. Yangicha uslubga o'tishga nima sabab bo'ldi? Endi zamon talabi shu bo'ldi. Shunga harakat qilyapmiz. Necha yil tajribangiz bor bu sohada? Bir 15 yildan oshdi. 15 yildan sohadasiz. Mebelda. Chimkentdan kelib, Chimkentda yo'qmi bunaqa o'qish markazlari? Endi bu o'qitish masalasi sal nimaroq. Shu yerda sal yaxshi bo'lganiga shu yerga keldik. Bizda o'qitishdan bu sferada yo'q-da hali. 2 kun bo'libdi kelganingizga. Nima o'rgandingiz aka 2 kunda? Nima ola oldingiz? Endi boshlanishi shu 2 kunda stollar ishladik, konstruksiya endi o'rganyapmiz, to'g'risi aytsak. Yaxshi, bari ko'ngildagidek. Ustozga rahmat. Ichlik bo'yicha 30 kun tinmasdan o'qigansizlar. 30 kun qayerda yashaysiz, qanaqa turasiz, yana qanaqa sharoit olishyapti? Bizga Muhammad Ali shu yordam berdi. Shu yerda kelib joylashtirib, o'zlari ham birga bizni shu kuzatib yuribdi. Endi yashash, unda muammo yo'q. Muammo yo'q. Bari yaxshi. Muomalalari yaxshi, ko'ngildagidek. Zo'r, katta rahmat. Omad ishlarga yaxshi o'rganib olinglar. Hozir mana o'zingizni ancha anglaganingizni aytyapsiz-da, ya'ni sog'liq, hamma kelgan balo qazoni qabul qilaman, siqilmayman. Bu o'tkinchi hamma narsasi, bu o'zingizni ideal versiyangizni yaratdim deb o'ylaysizmi? Hozirgi holatda? Men unaqa deb o'ylamayman. Hozirgi kunga holatda ha. Lekin ertaga yo'q. Chunki harakat qilish lozim ustida. Bu chunki biz beshidan qabrgacha o'rganamiz, ilm olamiz va o'sha narsani bugun to'g'ri deb bilgan narsam, hozir mana shu narsani to'g'ri deb bilsam, ertaga bu narsa noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin. Men bilmayman, bu narsani menga ilmi berilmagan. Значит, vaqti kelmadi, berilmadi deyman. Misol uchun, men ham misol uchun xotirjamligim 5 yil, 6 yil oldin ham bormi desa, yo'q, unaqa sog'lig'im birinchi o'rinda qo'ymasdim. Uje menda nima bo'ldi? Qachondan bildim, misol uchun men hop nimaga keldim degan savol paydo bo'ldi. Nimaga keldim? Nimani o'zgartirmoqchi? Savol berish boshlasa o'zingizga. Nimaga savoldan kelib chuqurlashganimdan keyin men uje vazifalarimni aniq qila oldim. Vazifa misol uchun men nima qilaman? Nima qilib xizmat qilmoqchiman? Jamiyatga, millatga, ummatga nimada xizmat qilmoqchimiz degan masala keldi va qo'limizdan kelgancha, biz qodir qilgancha rejalarimizni yozdik hayotim. Misol uchun meni 70 yoshimgacha rejam bor. Kecha bir tadbirkor bilan gaplashdim-da, mana shu 50 yoshdan keyin odam har bir harakat, har bir jarayondan hikmat qidiradi deyaptilar-da. Nimaga shu narsa bo'ldi? Nimaga bunga bu yoqqa keldimman? Nimaga bu narsa men bilan bo'ldi? Deb ya'ni har bir narsadan yaxshilik, yaxshi hikmat, bir yaxshi saboq qidirib boshlagan deyaptilar-da. Qanchalik qo'shasiz bu gapga? Men unaqa deb o'ylamayman. Kimdirda menda misol uchun 3 yil oldin, 4 yil oldin boshlangan bu narsa. Yosh shart emas. Menimcha o'ylayman, shart emas. Yetadi, kimdir kimgadir boshi menda yosh boshlaganman, 10 yoshimda boshlaganman-da ishlashni, uni vaqtli kirib kelganim uchun balki vaqtli bo'lgandir deyman va bu ham hikmat, bunda ham hikmat bor. Misol uchun qo'yib aytganda, o'sha otam o'tib qolganlari ham men uchun hikmatda. Menga nimadir kuch bergandir yoki nima deydi, mas'uliyat bergandir, nimadir bergandir. Hikmat qidiramiz hamma narsadan. Biz bilmaymiz bizga nima yaxshiligini. O'shaning uchun asosiy anaqa menimcha shunaqa, u yosh tanlamaydi deb o'ylayman. Yosh tanlamaydi bu narsa. O'zi hamma tayyor bo'lganda keladi deb o'ylayman. Bu narsani kimdir ustoz kelib mana o'rgatadigan narsa emas. O'zi keladi. Bu qanaqa? Bilmayman bu qanaqa tuyg'u. Hissiyotda ham qanaqaligini men bilmayman, lekin kelasiz shu paytda nimaga boshingiz uriladi. Aytadi-ku, siz erishmaydigan narsangizni, ko'tara olmaydigan dardingizni, ko'tara olmaydigan ilmingizni ham berilmaydi, deya oldin. O'sha siz tayyor bo'lsangiz beriladi.
Toshkent Belissimo'damiz aka. Joyi to'liq, mebelni, ko'rinishini hammasi o'zim qilib berganman siz. Hozir men bunga qo'limni qo'ydim, shponligim bo'lolmay, farqi bor qoldimi mana? Yo'q, bu shpon emas bu aka. Bu laminat. Laminat, bu Hamma shpon. Ha, bu shpon. Chunki bu tekis narsa bo'lgani uchun, bu yerda ko'p artilish kerak bo'lgani uchun bu yerga laminat qo'yilgan. Bu yoq joyiga shpon qo'yilgan. Chunki avvalni qilinishi kerak bo'lgan. Ha, shpon egiladi. Egiladi, bukiladi, har qanaqa laklar bilan to'shib anaqalarni qilishimiz kerak. Ancha bilim ochishim kerak. Shunaqa. Laminat. O'zi bu joy qancha pul ketgan aka? Oke, bu joyga qancha ketganini bilmayman, lekin именно mebelimizni o'zi bunaqa ko'p ketmagan, полный proyekt, mana stol, stul qo'shilmagan, qolgan dekorativniy panellar, mana bunaqa stollar, divanlar hammasi komplekt qilganda adashmasam 20 mingdan ko'proq pul ketgan. Bu endi o'zi bitta mana bunaqa to'chkaga, filialga yaxshi pulmi? Katta pulmi? Chunki biz bularda bunaqa klientlarimizga A kategoriyadagi klientlarimizda bular. Eng yuqori kategoriya. Eng yuqori kategoriya. Chunki bular bilan biz gadovoy do'g'ri tuzamiz, ko'proq filialni ochishadi, shunaqa qilamiz. Bizda 3 xil kategoriyamiz bor, A, B, C kategoriyamiz bor. Misol uchun International School A kategoriyada ishlaymiz. Cambridge, o'quv markazlari, Jahon School, FIDAP, Benissimo, shunga o'xshagan juda ko'plab klientlarimiz bor. Ya'ni doimiy takroriy zakaz qiladiganlar, постоянно misol uchun o'tgan oyda 3 ta filial qildik. O'zi bozorda mebelchilik ko'p-da aka. Va tan olishimiz kerak. Lekin nimaga aynan siz tanlashgan? Nima kuchli tomoningiz bor? Aka, buni o'zi mijozdan o'zidan so'rashsa kerak. Men aniq javob bermayman. Lekin siz o'ylashingizcha. Menimcha tizim, servis qilib bera olamiz. Sistematik yondashamiz. Biz bunga usta sifatida yondashmaymiz, biznes sifatida yondashamiz. Bizda masshtabli katta kompaniya. Pulni olsam bo'ldi emas-da. Unaqa emas. Brend birinchi o'rinda turadi va doimiy rivojlanishda to'xtamaymiz. Strategiya konsultantlar chaqiramiz. Ana bitta klientimiz bilan ishlayapmiz. Aytayotdi-da, mana hamma strukturamizni ko'rdi, sistemamizni ko'rdi-da. Sizlarning biznesda kim MBA sizlarning biznesda kim MBA qilgan? deb aytdi-da. Biz bilmaymiz, ustozlar qilganmiz, o'qiganmiz. Hamma narsasini strukturalarni qo'yib, hammasi qo'yib, biz konsaltinglar ko'p olganmiz. Xalqaro konsaltinglardan konsultantlar olib, ular bizning tizimimizni qurib bergan. Biz ham hamma yoqqa o'tlab ketmaymiz. O'zimizning strategiyamiz bor. B2B 3 oyda mana bu B2B yo'nalishiga, mana bu 3 oyda klinika yo'nalishiga, mana bu 3 oyda mana har qanaqa o'zimizning segment va strategiyamiz bor. Shu strategiya bo'yicha strategiyamiz uchun balkim ular bizlar bilan ishlaydi. Men aniqini bilmayman. Lekin buni keyingi safar agar bir vaqtingiz bo'lsa, mijozlarni o'zligisiga borib so'rab ko'rsangiz xolis fikr bo'ladi. Zo'r. 20 ming ketganda bo'lsa, o'zi eng katta zakaz deymiz ham, eng qimmat olingan zakazni hech bilmagan o'zi. Xo'p. Endi bizda bo'lgan qisqa muddatda bitirgan loyihamizdan men o'tgan safar ham aytganman, 1 million 54 minglik zakaz bo'lgan. Zo'r. Eng katta chekimiz shunaqa bo'lgan hozirgi kunda. Endi bu narsani biz hozir rekordni bu yil yangilaymiz nasib bo'lsa. Hozir abrobotga qo'yotgan undan ham katta loyihalarimiz bor. 2 milliondan oshiq loyihalarni abrobotga qo'yamiz. Chunki bizda shunaqa narsa borki, hali o'zbek tadbirkorlariga, mebelchilariga unaqa katta loyihalarni ishonisha olmaydi. Shu og'riq bor. Endi biznes sifatida bozorda ko'p parod qilishgan yoki yomon otliq qilishgan, o'shaning uchun turklar ko'proq buni katta proyektlarni 1 milliondan yuqori proyektlarni haligacha turklar olib ketadi. Ichki bozordagi zakazlarni turklar olib ketib qoladi. Turklar, xitoylar olib ketadi. Ishona olmaganda. Ishona olmaydi. Ular xohlamaydi. Bergisi keladi, lekin tajriba quyonchasi bo'lishni xohlamaydi. Bo'ldi. Bizda mebelchilar ko'p mebelchilar bilan ko'rishganimizdan shu narsani ko'p gaplashamiz. Shu narsani odamlarni xudo xolasa mana shu yaqin yillarda bu narsani olib tashlab, bu chegarani bloklarni olib tashlashlik uchun o'shaning uchun ham mezaga chiqyapmiz. O'shaning uchun ham bunaqa YouTube formatlar qilyapmiz. Chunki odamlar ha deb chetga pul chiqarib yubormasin. Stereotip bor ekan. O'zimizda qolsa o'sha o'zimizning qora ko'zlarga qoladi shu pul. Sir bo'lmasa, davlat obyektlarini, davlat zakazlarini olganmisiz? Qadriyat masalasidan endi biz hammasini demaymiz. Juda ko'p davlat zakazlarda qadriyat masalasi bor. Qadriyat masalasida biz olmaymiz bu narsalarni. U yoq tarafga yurmaymiz. Agar yo'q shundoq beriladigan loyihalar bo'lgan, o'ziga to'g'ridan to'g'ri beriladigan loyihalarni ularni ishlab
qisqa muddatda o'sha tashrif bo'ladigan joylargacha qilib bergan aloqalarimiz bo'lgan. Qaysi xarakteringiz, qaysi bir o'zingizdagi bor bir illatlaringiz sizni ko'p vaqt yo'qotib qo'yishiga sabab bo'lgan? Men juda chuqurlashib ketiraman. Perfeksionizm. Perfeksionizm bor. Bor. Hammasi ideal bo'lishi kerak. Hammasi ideal bo'lishi kerak, zo'r bo'lishi kerak. Ko'nglim tolmaydi. Hech narsani ishimdan keyin bu narsani bu anaqa mukammal emasligini tan oldim. Yo'q, bu dunyoda mukammallik yo'q degan narsani qabul qildim. Ya'ni juda ko'p xatolar bo'ldi. Ungacha xatolar bo'ldi. Sababini qilamiz, maksimum harakat qilamiz, lekin u yog'iga biz o'sha chuqurlasha olmaymiz. Bilmayman, men u narsaga chunki mayli 90% ish qilib qo'yardim-da, 10% ustida voy o'tiraverardim-da, mana shu ideal bo'lsin debdi. Hozir unaqa qilmayapman. Tez qarorli. Tez qilaman, yo'q bo'lmaydi. 80 ga 20 misol uchun 20% natija beradigan nima ishim bor, shu narsani birinchi qilib olaman-da, keyin 80% 80% natija beradimi, keyin 20% to'g'risi keyin o'ylayman. Atkat so'zarlash, atkat nimaligini sal muxlisligi bizdan ko'rayotgan tushuntirib. Endi biz avvalom bor ota-onamiz uydan tarbiyadan bo'lgan atkat degan narsa bu. Biror bitta narsani o'zingizni xolis, o'zingizni kuchingiz bilan emas, kimgadir pul berish evaziga olish. Zakasi buyurtma. Bo'ldi, tushunarli. Bu yerda o'ta tenderda sizni pulingiz hal qiladi. Siz o'sha yerda o'sha konkursda, o'sha tenderda yutishingiz. Ya'ni sizni kuchingiz bilan siz tanishingiz hal qiladi. Shunaqa. Yo'q, tanishingiz bo'lishi kerak. Tanishingiz bo'lsa ham pul beradi. Bu bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Biz bu narsa bilan umuman ishlamaydigan bo'lganmiz. Mana shu sabab, mana shu qadriyatli sabab necha pulli zakazdan bir отказ qilgansiz. Mana shunaqa holat bo'ldi. Mana shu yaqinda mana shu dekabr oylarida shunaqa bo'ldi. Katta bitta loyihani ustida ishladik. Juda uzoq ishladik. Bir 6 oy, 7 oy обработка qildik, tenderlarga qatnashdik, yutdik. O'sha joyga keldik. Taxminan 1 million 600 ming zakaz. 1 million 600 ming zakaz plus dollarda 1 million 600 ming zakaz, taxminan 20 milliarddan oshiqroq zakaz. O'sha joyga kelganda bo'pti, sen yutib qo'yding. Mana bu joyga kirib chiqishing kerak, pulni berib chiqishing kerak, gaplashib chiqishing kerak dedi. Men chiqib ketdim. Men kelmayman dedim, chunki menga undan keladigan prinsipimga, qadriyatimga to'g'ri keldi. Bizning jamoa o'sha qadriyat asosida qurilgan. Zo'r. Chunki ertaga men o'shanga kimgadir tasavvur qiling, men kimgadir unga pul berib turib olyapman. Bu narsa normal holatga aylanadi jamoada ham. Albatta. Va keyin snabjenisim ham kimgadir pul berib turib, olib pul olib turib qilsa, bizning qadriyatimiz, asosiy qadriyatimizda o'zimizga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rish. Men o'sha narsani agar o'sha narsaga snabjenisim qilganda rozi emasman, kimlarlar aytadi, o'zini oqlaydi-da. Aka deydi, men olmasam boshqa oladi, yo'q, ursin. Bozor katta. Men aytaman 50% atkat bilan ishlaydiganlar bor, buyurtmachilar bor, 50% atkatsiz ishlaydigan. Men baribir butun pirogga ola olmayman. Bundoq qila olmaymiz-da. O'shaning uchun o'sha zakazdan bir kambag'al bo'lib qolmaysiz. Kambag'al ham bo'lib qolmaymiz, boy ham bo'lib qolmaymiz. Lekin shayton ichingizda aytadi. Ol deydi. Bir marta olsang ol deydi. Bir marta ol deydi, nima qilibdi deydi. Sen bahonalar topib beradi, 50 tada, lekin kurashar ekansiz o'zingizlarni. prinsipi bor, har doim qadriyati bor biznesmenlar yutib chiqadi. To'g'ri, qisqa muddatda yutishi mumkin, lekin uzoq muddatda yutadi. Misol uchun, bizning hamma mijozimiz qadriyatimiz to'g'ri kelgan mijoz. Masalan, deylik, Umid aka, Fedar. Men ulardan qadriyatlarni hurmat qilaman. Benissimo. Ular anaqalar mijozlariga monopoliya emas, yaxshi mahsulot berib, o'ziga ravo ko'rgan mahsulotni berib turib, majburlab emas. Odamlar xohlab kiryapti bu yoqqa. Misol uchun biz men ham hozir o'zim o'g'lim ham telefon qiladi-da, "Ada, benissimo zakaz qilmoqchimiz" deydi, masalan-da, pizza zakaz qilmoqchimiz, sushi zakaz. Gaplashdan o'tirib yeb oldik-ku. Yeb oldik. Maza qilib yedik, misol. Yoqdi-yu sizga, to'g'rimi? Maza qilib yedik. Xuddi shunaqa baribir ikkitaga bo'linadi. Qadriyati bor insonlar bo'ladi, qadriyati yo'q insonlar bo'ladi. Uzoq muddatda men o'ylayman qadriyati bor biznesmenlar yutib chiqadi. Prinsipi yo'q odam endi qo'polib aytganda nima deydi? Fohisha deydi. Hamma yo'ldan yuraveradi. Kesamiz bu joyni. Ya'ni xohlagan yo'lda yurib ketaveradigan bo'lsa, bu menimcha to'g'ri emas deb o'ylayman. Balki kimgadir og'ir botishi mumkin, kimgadir nimadir bo'lishi mumkin. Bu narsa anaqa emas. Lekin baribir har bitta inson o'zini chegaralari va o'zini prinsiplari bo'lishi kerak. O'sha prinsiplarga biznes qurish kerak deb o'ylayman. Baxshi. $20 ming mana ham hozir endi sizga endi kichkina ko'rinishi mumkin bu pul, lekin baribir ham
kimgadir katta pul, o'zi 20 ming, 50 ming, 100 ming dollarlik proyektlarni olishda eng katta faktor bu brendingizmi yoki sizni baribir ham orttirgan tanish bilish networkingizmi? Endi bizda ko'proq tavsiya ham rol o'ynaydi. Men o'ylayman, sarafon shu kungacha mana o'zingiz bilan ishlashimizdan oldin mana aytdim, marketing отделimiz bo'lmagan bizdan. Yo'q, ha. Umuman kategoriyasi bo'lmagan. Bugun siz endi quryapman. Endi quryapman. Endi maktablashish uchun, o'qilish uchun ishtimet qilish boshladi, o'qildik. Lekin men misol uchun deylik 2018 dan beri faoliyat ko'rsatgan bo'lsam, shuncha yil ichida bizga marketing kerak emas bo'lgan. Kerak emas bo'lgan. Chunki bu bitta insonning ishini qilib bersangiz, u inson boshqa odamga maqtasa, u inson yana boshqa odamga maqtasa, o'sha narsa anaqa. Men xohlaymanki, harakat qilaman. 30% хотя бы anaqa kelib turish kerak. Qayta sotib bo'lish kerak. Tavsiya orqali bo'lsa, хотя бы shu biznes sog'lom bo'ladi. Agar deyman 10% dan 30% dan tushib ketadigan bo'lsa, men har oyda ko'radigan ko'rsatkichim mana boy akademiyaga bordik. Men aytdim 30% deyishdi. Misol uchun 60 tadan 20 ta odam tavsiya orqali kelyapti deyishdi. Xuddi shunaqa bizning mebelda ham 40%cha. Qayta sotuvimiz 40% tavsiya orqali. O'shaning uchun bizga marketing kerak emas bo'lgan. Endi biz yana masshtablashib, tizim qurib, sistema qurib, kengayayotgan paytimizda o'sha biz xohlayapmizki, o'sha marketingga ehtiyoj his qilyapmiz. Endi 2018-yildan beri. Ha, endi shunaqa. Endi shunaqa bo'lyapti. Ungacha o'sha har doim ulgura olmaganmiz, qilib bera olmaganmiz, mana shunaqa bo'lgan. Unda o'zim boshida bo'lganman, endi sistema qilib komandaga topshirib, har bitta odamni, har bitta отделni, bo'limini, majburiyatlarini hammasini qo'yib chiqqanimizdan keyin boyitizu nima qilyapsiz, tushib ketib nima qildingiz deysiz-ku. Mana shu narsa har kuni jarayonning ichida qayerda xato bo'lyapti, qayerda barak bo'lyapti, qayerda nima bo'lyapti, qayerda o'g'irlik bo'lyapti, qayerda nima bo'lyapti. Har kuni bitta muammoni bir kunda hal qilsak, 3 oyda 100 ta muammoni hal qilib qo'yamiz-da. Bu 200 ta men aytaman, любой biznesni yangi boshlayotgan biznesimizdan ham aytaman, 200 ta muammoni hal qilib olaylik, bo'ldi. Bu yog'iga o'zi ketadi deyman. Eng katta guruhga har kuni bitta qilaman. Bugungi ish ertaga qoldirmasa, bugun bitta xom muammoni misol uchun hozir mana bugun bitta muammoni hal qildim. Mana shu ko'janida. Xuddi shunaqa muammolarni hal qilib o'rsak, menimcha bizlarni tavsiya qiladiganlar ko'proq mijozlarimizga kutganidan ko'ra ko'proq qiymat bera oladigan bo'lsak, misol uchun menga 100 so'm beryapti, lekin men unga 150 so'mlik qiymat beradigan bo'lsam, nimaga men bilan ishlamasligi kerak? Ko'pchilik biznes qilganda ozgina pul tushib qolsa, boshqa yo'nalishga kirib ko'radi masalan. O'qib ko'radi, bu o'qib ko'radi. Men boshqa yo'nalish qilmagansiz? Yani bitta shu mebel tomonlama qarab qo'ygansiz. Yo'q, hammani men o'ylayman, ular to'g'ri fokus. Bizda ustozlarimiz urishadi. Fokusini qarayat, ana qilmagan, o'tlamagan boshqa yoqqa. Bitta sohaga ko'proq fokus beraversang, vertikalni yo'sasan, kimdir endi u paytda eski paytda aytishadi-yu, anaqa eski davrda hamma yoqqa bizneslarni transformatsiya qilishgan. Vertikalni o'sishmagan, gorizontalni o'sishgan. Endi hozir vertikalni o'sadigan payt keldi deb o'ylaymiz. Misol chunki imkoniyatlar ancha ochildi, davlat tomonidan ko'p imkoniyatlar berилdi. Bu narsa bitta joyga fokus qaratganingiz yaxshi edi. Oldin yaxshi emasdi. Katta qancha kengaygan sari, misol oddiy misol korzinkalarni qarasak ham 2016-yildan keyin misol uchun deylik, men yoshligimda 2018da ham korzinkani bilardim. 8 yil, 6 yil davomida bo'lishgan bo'lsa, bir 15 ta filial ochgandir. 10 ta filial ochgandir-da. Bu yog'iga keyin 100 nechtadir bo'lib ketdi-da. Hozir 2 tadan oshiq bo'lib ketgandir. Imkoniyat paydo bo'ldi. O'sha ular ham anaqa ungacha misol uchun taksi biznesi qurishdi, bu qurishdi, boshqa bizneslarga anaqa qilib ko'rishdi. Endi biz nima qilamiz deymiz? Ularni biz endi kichkina tadbirkormiz, bitta kichkinamiz. Ertaga biz da'vo qilamiz, to'g'ri, Xudo xohlasa nasib qilsa, yaxshi niyatlarimiz bor, maqsadlarimiz bor. O'sha bizdan oldin yurgan odamlardan xulosa qilamiz. Ular ham biz uchun ustoz, ko'rinmaydigan ustozda, masalan, Zafar akalar ham yoki o'sha Zurot akalar ham biz ularni qaysidir xato demaymiz-ku, o'sha paytda qilingan ishlarini ko'ramiz, mana bunaqa qilishdi, transformatsiya qilishdi, mana bunaqa o'zgartirishdi, fokusini qaratishdi deymiz. Shunga qarab turib, menimcha shundan xulosa qilganimiz o'shalarning xatosidan xulosa qilamiz, ko'pchilikning xatosidan, ularni xato qilgan deb o'ylamaymiz ham. Просто ular shunaqa ketishyaptimi, ammo biz ham shunga ketishimiz kerak. Biz hozir misol
strategiya qilib hamma odam javob anaqa narsa ekanda. Hani emotsionalniy qaror qabul qilib qo'yar ekanda. Hani men palonchi dedi, misol uchun davay men eksportga chiqaylik to'xta, o'zim ichki bozorda qancha bozor. Men 5 yil ichida hisob-kitob qilsam, bozori 2,5% ga mebel sanoatini bozori o'syapti. 2,5% ga davo qilayotgan ekanman. Men nima qilaman eksportga chiqib? Birinchi men ichki bozorni to'yindirish kerak. 2,5% uzoq 5% bo'lishi mumkin. Agar 5 yilda o'sha ham 1 yillik qila olmayman. O'shaning uchun aytmoqchiman, fokus deb o'tdi ham shu deylik. Mana shu bitta ishni qo'ylataylik va keyin u narsani chetga chiqaraylik degan fikr kelib, fokus kelib, boshqa sohani o'ylamaymiz. Zo'r. Ko'pchilik keladi, o'rtoqlar keladi, u keladi, mana ish qilib ko'raylik, mana ish qilib ko'raylik. Men to'g'risi o'rtoq deyman, men hali topmagan pulimni rashoti bor deyman. Men bir sim o'zimga pulim yo'q deyman. Zo'r. Doimiy pul muammo bo'ladi. Qayerdan senga bo'sh pul deyman. Bu ham eng muhim faktori bo'pti, fokusmikin deyman-da. Balki shunaqa. Fokussiz biznesdaligi. Ha, balki shunaqa bo'lsa kerak. Chunki tadbirkor aniqlab olish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. U biznesmenmi yo investormi? Agar investor bo'lsa, пожалуйста, kimgadir investitsiya qilsin-da, ketursin. Lekin biznesmen bo'lsa, tadbirkor bo'lsa, tadbirini qilsin-da, zajaga tiqsin o'sha yerda, o'sha narsa har kuni o'shaning ichida proses ichida. Chunki sizchalik hech kim jon ko'tarmaydi. Bu men bilmayman, balki men shunaqa deb hozirgi aqlim shunaqa deb o'ylayotgandir. Lekin men operatsiyonkadan chiqqan insonlarni bizneslari yopilib ketganini ko'rdim. O'zim yaqin atrofimda ko'rdim. Chiqib bo'lmaydi. Ustoz aytganlarda har doim qo'l pulsda turish kerak. Har kuni mana misol uchun Dajani O'rin Buffettda ham har kuni ko'radigan hisoboti bor-da. O'zim dunyoning milliarder insoni-da. Har kuni отчет ko'radigan narsasi bor-da. Bizni qo'yayotganda o'sha narsani operatsiyonga berib qo'yamiz-da. Hisobot ko'rish, ma'lum miqdor operatsiyonga bermaydigan ishlar bo'ladi. Ertalab ham har kuni shu yuraverishni, qanaqa uryapti, nima qilyapti, har kuni kunlik dashbordlar tashlab berishadi, kunlik. Bu narsa bo'lmasa har kuni mana hisob, qatimiz hisobot bo'lyapti, nima bo'lyapti, har kuni raqamlar bor. Har kuni raqamlarni ko'rib turamiz. Qaysi loyihamizda nima bo'lyapti, konversiyamiz qancha bo'lyapti, nima shunga o'tganimizdan keyin sekin ishlar yaxshilashishni boshladi. Abdulaziz aka, Belissimo mijozingiz. Shunaqa. O'z mijozingizni mahsulotini yeb turasizmi? Oke, men to'g'risini aytsam, endi biz pizza deb turib shu Benissimoni, Apex pizzalarni shu ko'rganmiz-ku, biz yeb o'rganganmiz o'zimizda. Vaqt kelib turib Italiyaga borib, Italiyaning pizzasini yeb ko'rdim-da. Yoqdimi? Yoqmadi, hech bo'lmasa men bu mazaga o'rganganmiz biz o'zimizdan jaydari xuddi anaqani fedapni danarini yesangiz, anaqa Turkiyani danari yoqmay qoladi. Misol uchun lavashlari bor. Yaxshiligidanmi? O'rganib qolganimizdanmi? Biz bu yaxshiroq. Maza yaxshiroq-da, konsepsiya boshqa-da bularni. O'zimiz jaydari o'zimizga moslashtirilganda, men bilmayman, pizza desa, men Benissimo yoki Apex pizzani 5 qozonlari bor. O'shalar ko'zim oldiga keladi. Va ikkalasida ham o'sha fokusini saqlagan tadbirkorlar, Benissimo ham, misol men o'ylayman, SNGda zo'r deb o'ylayman bu ikkalasini ham. Rahbarlarni tanigani uchun. Rahbarlarni ham taniyman, qadriyatlarini bilaman ularni, prinsiplarini ham bilamiz va ularni yurg'izayotgan ishini ham bilamiz-da va ishonamiz mahsulotga. Chunki ko'chada men uncha-munchaga ovqat yemayman. Faqat qadriyatim tushgan. Rahbarlarni tanib, ular o'ziga nima ravo ko'ryapti, nima mahsulot qilayotgan odamlarni ko'raman. Chunki men o'zim ham vaqt kelganda oziq-ovqat sohasida ishlaganman, bo'lganman, ko'rganman-da qanaqa. Ko'chada ovqat yemaydigan bo'lganman. Ichkarini ko'rgansiz. Keyin mana hamkorlar bilan ishlashni boshlaganimdan keyin hamkorlarimni mahsulotlarini, masalan, Fedapni, Benissimoni men asosdan qo'rqmasdan, cho'chimasdan yeyman. Bolalarimga ham yediraman. Abdulaziz aka, katta rahmat. Menimcha bugungi suhbat nafaqat mebel yo'nalishidagi insonlarga, umuman biznes, tadbirkorlik, shaxsiyat tomonlama ham juda foydali bo'ldi. Bunaqa mijozlaringiz ko'paysin va nima savolingiz bo'lsa, men nima savol bera olmagan bo'lsam, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu video menimcha kengroq tarqalishi kerak. YouTube'ga qo'yib, maksimum odam ko'rish kerak, chunki boya aytganimdek, hammaga foydali video bo'ldi. Nimadir savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar, like qo'yishingiz esingizdan chiqmasin va albatta Abdulaziz akaning kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.